Narkotik urushi allaqachon yutqazilgan. Giyohvand moddalarni hozir bir tugmani bosish orqali qo'lga kiritish mumkin. Birgina telefonga kirish kifoya. Bolalarni kokainni qadoqlayotganini ko'rdim. Bitta qiz bor edi. U 3-qavatdan sakragandi va omon qolgandi. Qanday qilib bilish mumkin? O'smir bola dori qabul qiladimi? Bir qo'qonlik yigitning aytishicha, sinfdoshlarining 90% qabul qilar ekan. Reabilitatsiyada hozirda eng yosh bemor qiz davolanyapti. U 13 yoshda. Bizning mentalitetda ko'pincha uni ichiga kimdir kirib olgan deb diniy odamlarni chaqirishadi. Rad eta olmaysan va buni kuzatishga to'g'ri keladi. Do'stlar, hammaga salom. Bugun bizda yana bir navbatdagi qiziqarli podkast. Bu mavzuni olib chiqishimizni ko'pchilik izohlarda so'rashgan. Mavzu esa giyohvandlikka qaramlik, mefedron tuzlari va bolalarning bor yo'g'i yarim yil ichida qanday qilib hech nimaga aylanishi haqida. Va G'ayrat Namozov adektologni mutaxassis sifatida chaqirdik. Xush kelibsiz. Rahmat, salom, hammaga salom. Do'stlar, aytgancha, videoga like bosishni va izoh qoldirishni unutmang. Chunki bu uni targ'ib qilishga yordam beradi. Ayniqsa bu juda foydali video bo'ladi deb umid qilamiz. Keling, eng qizg'in mavzudan boshlay qolaman. Tajribangizdagi eng hayratlantiradigan, etni junjiktiradigan ba'zi bir holatlardan birini aytib bersangiz. Ko'pchilik menga shunday savol beradi. Aslida bizda har kuni qandaydir sarguzashtli voqea sodir bo'ladi. Masalan, bugun bizga bir bemor keldi. Ya'ni tuz, alfab iste'mol qilgan. Unga xuddi ilon ichiga kirib olganday tuyulayotgandi. Qaysi tomondan kirgan bilmayman. U tinmay uni tortib olishga harakat qilyapti. Ya'ni o'ziga zarar yetkazyapti. Turli xil vaziyatlar bo'lib turadi. Ba'zida kimdir tepadan sakrashni xohlaydi. Kimgadir nimadir ko'rinadi. Gallyutsinatsiyalar, turli xil alahsirash alomatlari. Xullas, bir kun ham bizda qandaydir sarguzashtsiz o'tmaydi. Bir so'z bilan aytganda. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri aniq bir ishni aytish juda qiyin. Xo'sh, eng qiyini yoshlarni ko'rish. Yosh qizlarni, yigitlarni, ularning ota-onalarini ko'rish bu men uchun eng qiyini. Lekin baribir butun umrga esda qoladigan, masalan, siz giyohvand yoshlarning ota-onasiga misol qilib aytadigan, qarang, shunday holatgacha tushishi mumkin inson deydigan biror case holat mavjuddir. Bilasizmi, tuzlar umuman narkologiyani tubdan o'zgartirib yubordi va u yerda chindan ham juda dahshatli narsalar sodir bo'ladi. U tufayli odamning ongi, hayotiy qadriyatlar tizimi shunchalik o'zgaradiki, shu qadar kuchli gallyutsinatsiyalar bo'ladiki, u hatto unga nima bo'layotganini ham umuman tushunmaydi. Shu bois ular o'zlariga zarar yetkazishadi. Juda kuchli zarar yetkazishadi. Reanimatsiyaga olib borishga, u yerda odamlarni qutqarib qolishga to'g'ri kelardi. Bitta qiz bor edi. U 3-qavatdan sakragandi va omon qolgandi. Ajablanarlisi shundaki, biz bu qanday sodir bo'lganini ham bilmaymiz. Bunday holatlar juda ko'p. Afsuski, men aynan bittasini ajratib ayta olmayman. Mana siz tuzlar haqida gapiryapsiz. Aslida mana shu podkast uchun izlanishni boshlashimdan avvalroq bu umuman nima ekanligi haqida eshitdim va bunday dori ostida yuradiganlar haqida turli xil videolar ham ko'p. Mana shu tuzlar, mefedron bu nima o'zi? Qanday yangi turdagi dori? Ular qandaydir sintetik yo'l bilan qilina boshlandimi? Ular endi yangi emas. Ular sintetik dorilar. Aytishganidek, ularni Xitoyda ishlab chiqarishni boshlashgan. Bunday turdagi giyohvand moddalarni Rossiyaga hammom tuzi niqobi ostida olib kelishni boshlashgan. Ularni shuningdek dizaynerlik dorilari ham deb atashadi. Chunki ularning tarkibidagi formulani o'zgartirish juda oson. Ilgari bu qonunchilikka tortilar edi. Hozir qonunchilik o'zgardi. Ya'ni giyohvand moddalar va ularning analoglari allaqachon yangilanmoqda. Bu yangi sintetika turi bo'lib, u odamni har tomondan uning barcha jabhalarini parchalaydi. Ilgari eng kuchli giyohvand moddalardan biri deb hisoblangan geroinni olsak, uni iste'mol qilganlar hozirda mening sevimli bemorlarim. Chunki ular ongli, ular bilan muloqot qilish mumkin, ular eshitishadi. Tuzlar esa ularga tuzlar mefedron va alfa-PFV ham kiradi. Shunaqa. Tuzlar ular inson ruhiyatini o'zgartiradi. Ya'ni bunday odamni ongi o'zida bo'lmaydi. Oddiy qilib aytganda, bunday odamga biror narsani tushuntirish qiyin va bunday bemorlarni tiklanishiga juda uzoq vaqt ketadi. Ba'zan umuman o'nglab bo'lmaydigan bo'ladi. Ya'ni miya allaqachon juda qattiq shikastlangan va tom joyida emas. Men tibbiy atamalar bilan aytmayapman, xullas bunday vaziyatda tiklanish juda qiyin. Ya'ni tuz iste'mol qiluvchi odam ijtimoiy jihatdan ham, sog'lik jihatidan ham, ma'naviy jihatdan ham sinadi. Agar geroin chekuvchi giyohvandlar, ya'ni opioid narkomanlar ba'zi bir aniq prinsiplarni saqlab qolgan bo'lsa, tuzni iste'mol qiladiganlar esa butunlay choxta bo'ladi. Ya'ni u to'g'ridan-to'g'ri yuqori tezlikda chuqurga qulaydi. Bu yolg'onchilik, tovlamachilik, o'g'rilik, tartibsiz jinsiy aloqalar, ya'ni bir so'z bilan aytsak, inson axloqiy jihatdan ham tubanlashib ketadi.
Ular bunday holga qanday kelib qolishadi? Ular qanday buni iste'moliga o'rganishadi? Masalan, ilgari eslayman, shunday voqealar bo'lardiki, tungi klublar, tungi hayot, shunday joylarda har doim sinab ko'rishga ruxsat beriladi. Keyin esa ko'proq qilib boshlashadi va keyin shunga o'tirib qoladi. Hozir bu qanday sodir bo'lyapti? Qo'rqinchlisi shundaki, hozirgi paytda mefedron keng tarqalgan ijtimoiy dori bo'lib qoldi. Ya'ni, agar bilsangiz, bizning paytlarimizda biz uchun bunday ijtimoiy modda pivo, aroq bo'lsa, u paytlari yigitlar tashqariga chiqib yashirinib ichishar edi. Hozir esa bu mefedron. Mefedron yetarlicha ayyor. U kamroq zaharli va uni birinchi bo'lib qabul qilgan odam uning qandaydir salbiy oqibatlarini sezmaydi. Ya'ni, u qabul qiluvchini asta-sekin, lekin aniq yo'q qila boshlaydi. Ya'ni, shaxsning hayotiy qadriyatlar tizimi o'zgaradi, kayfiyati o'zgaradi. Inson tushkunlikka tushadi va u bu moddaning ta'siridan sodir bo'layotganini tushunmaydi va u hozirda urfda. Ya'ni biz Morgensternni tinglaymiz yoki boshqa qo'shiqchilarni, ularning ko'pchiligi buni nima desam ekan, Targ'ib qiladilar. ha, aynan bu moddalarni targ'ib qiladilar. Mefedron u shunisi bilan xavfliki, odamga tashqi tuyg'uni bermaydi. U eyforetik, ya'ni u baxt gormonlarini bir necha bor ko'taradi. Ya'ni 500-700% gacha. Buni bir marta his qilgan odam yana unga qaytishni xohlaydi. Ya'ni u o'zini juda ham baxtli his Judayam qiladi. hamma narsa yoqishni boshlaydi. Hamma odamlar yoqishni boshlaydi. Yana u yerda yana psixostimulyator ishlay boshlaydi. Shuningdek, bu energiya ham beradi. Ha, u kirishuvchan bo'lib qoladi. Yoki masalan qandaydir psixologik muammolarga duch kelgan yigit bo'lsa, yoki o'zini nuqsonli deb bilsa, yoki o'ziga ishonchsizligi bo'lsa, mabodo mefedron qabul qilsa, u o'ylaydiki, hayoti iziga tushyapti. Chunki atrofida u bilan muloqot qilayotgan doira paydo bo'ladi. Qizlar, yigitlar paydo bo'ladi. Bu jirkanch jinsiy munosabatlar, ya'ni unga normal ko'ringan, lekin aslida noaxloqiy bo'lgan ishlar, jumladan porno qaramlikka ham o'ralashib qoladi. Buni hozir urfda ekanligi eng achinarlisi. Aslida esa yoshlar buni nima ekanligini bilishadi. Ha, bu sir emas. Hamma joyda bu haqda ko'rsatiladi, lekin hamma uni o'zicha chetlab o'taman deb o'ylaydi. Qanday qilib bu ijtimoiy elementga aylanib ulgurdi? Ya'ni bu juda arzonmi yoki topish osonligidanmi? Ularni topish osonligi bu allaqachon butun dunyo bo'ylab tarqalgan va afsuski bundan qochib bo'lmaydi. Biz giyohvandlikka qarshi kurash kunini o'tkazganimizda bu boshqalarning ham ichki kurashi bo'lishi kerak menimcha. Ya'ni u yerga kelishni xohlaydi yoki xohlamaydimi? Chunki giyohvand moddalarni hozir bir tugmani bosish orqali qo'lga kiritish mumkin. Birgina telefonga kirish kifoya. Bunday giyohvand moddalar do'konlari juda ko'p. Men giyohvandlik sohasida ishlaganim uchun yozuv daftarchamda qaram odamlarning nomlari juda ko'p va vaqti bilan ular meni bunday suhbatlarga, do'kon manzillariga qo'shadilar. Bu yerda esa reklamalar, bonuslar, ruletkalar, xullas turli xil narsalar tiqilib yotibdi. Ya'ni hamma narsa mijoz uchun. Ya'ni dorini sotish uchun. Shuningdek, ular qizlarni ushbu moddalarga o'tkazishga qiziqishadi va atayin sinov namunalaridan berishadi. Ya'ni bepul xazina sifatida. Bilasizmi, u yerda sotish uchun butun boshli kattagina tashkilot, chegirmalar mavjud. Masalan, men 5 ta sotib oldim, 6-chisi bepul. Men 10 ta oldim, 20% chegirmani qo'lga kiritdim kabi. Shuningdek, ular xuddi kvest kabi bir narsa qilishgan. Ya'ni bu yashirin joy yoki yashirin dori, yoshlarga uni sotib olish qiziq, sarguzashtday tuyuladi. Bilasizmi, ularda shunday suhbatlar bo'ladi. Ya'ni men dorini bittada topdim yoki u yerda topolmadim. Ya'ni bu jalb qiladi deng. Ha, shunday jalb qiladi. Lekin bu yerda katta minus bor. Ya'ni eng katta kamchiliklardan biri shundaki, agar giyohvand moddalar savdogarlari ilgari ma'lum bir prinsipga ega bo'lar edi. Ya'ni ular dorini sotishda yoshlarga, bolalarga va hokazolarga ruxsat bermasdi. Hozir esa u buyurtmani kim sotib olganini ko'rmaydi. Masalan, reabilitatsiyamda hozirda eng yosh bemor qiz davolanyapti. U 13 yoshda. Ya'ni u telefondan bemalol dorini sotib oladi va o'sha savdogar agar u prinsiplarga ega bo'lsa, ehtimol uni to'xtatgan bo'lar edi. Ilgari bu oson emas edi, lekin hozir borgan sari bizga tez yosh yigit va qizlar kelyapti. Ular yarim yilning ichidayoq o'zgarib ketgan bo'lishadi. Chunki hali rivojlanmagan zaif psixikasi eng kuchli psixostimulyatorni sinab ko'radi va ularning hayotida hamma narsa tubdan o'zgaradi. Ularni tiklash juda Ularning qiyin. o'rtacha yosh ko'rsatkichi qanday? Hozirgi o'rtacha yosh ko'rsatkichi bizda 20-25 Ya'ni yosh. bu deyarli Ha, asosan 20-25 yosh, asosan. Lekin bu qaramlikning chegarasi shunchalar kengaydiki, chunki agar ilgari 45+ aytaylik, asosan ichkilikbozlar bo'lgan bo'lsa, hozir esa mefedron qaramligi asosan. Ya'ni o'rta yoshdagi inqirozga uchragan odam mefedrondan tortib ko'rsa, u endi hamma narsaga ega deb porlay boshlaydi. Yorqin hayot, yorqin jinsiy munosabatlar, ya'ni aslida bu oddiy odam uchun axloqsizlik va kimdir bunga juda chuqur kirishib ketadi. o'zi odamlar bunga qanday kirib qolishadi?
Bilmayman. Bilasizmi, ilgari bunday qaramlikka qandaydir zaif ijtimoiy jamiyat qatlami kirib qoladi deb hisoblashar edi. Hozir bunday emas. Ma'lum bir chegara yo'q. Chunki bizning klinikamizga turli xil odamlar murojaat qilishadi. Masalan, deylik, Surxondaryodan tortib, masalan, bir qishloqdan mana yaqinda bir qizni keltirishdi. Ishonasizmi, u hatto nima qabul qilganini ham tushunmagan. Ha, biz unga nima qabul qilgan eding desak, u bilmayman, bir narsani hidladim, menda qanotlar paydo bo'ldi deyapti. U hatto farqiga bormayapti. U umuman tushunmaydi, qanday bu ahvoldaligini ham bilmaydi. To'liq bexabarlik. Odamlar turlicha yo'llar bilan bu jarayonga kirib qolishadi. Masalan, bir qo'qonlik yigitning aytishicha, sinfdoshlarining 90% qabul qilar ekan. 90%, qolgan 10% balki qizlar, balki boshqa sabablarga ko'ra qabul qilmasdir. Vaziyat juda keskin, munozarali va muammoli. Ular ya'ni bir-birini o'rgatib qo'yishadimi? Yoki qandaydir maxsus sxemalar bormi? Xuddi avval bo'lganiday. Yo'q, qandaydir sxema yo'q deb o'ylayman. Ya'ni biridan boshqasiga qo'lma-qo'l o'tadigan. O'smir bola masalan maktabda o'qiydi. Ichib olgan bo'lsa, ota-onasidan qo'rqadi. Unga do'stlari mana buni sinab ko'r, hech qanday zarari yo'q, o'zingni yaxshi his qilasan deyshadi. Bola sinab ko'radi va yoqib qoladi. Spirtli ichimlikdan keyin uni boshi og'rishi yoki lanjlik bo'lishi mumkin, lekin mefedronda buni dastlab sezmaydi. Mefedronning o'ziga xos hidi bor. Mutaxassis sifatida biz uni bilamiz. Yaqinda Fond Forum hovlisida aylanib yurgan edim. U yerda favoracha bor, yoshlar gitara chalib o'tirishardi. Shu hid atrofga yoyilib turgan edi. Toza havoda ham aniq sezilib turardi. Demak, yoshlarning ko'pchiligi o'sha moddani qabul qilgan. Afsuski, buning oqibati yomon bo'ladi. Men shaxsan shaharda yurib bunday odamlarni ko'p ko'rmaganman. Chet elda esa darrov bilinadi. Aytaylik, bir yigitcha ko'chada yuribdi-yu, albatta nimadandir mast. Yoki musiqiy festivallarda ham shunday holatlarni ko'rish mumkin. Bizda esa go'yo yashirin, ko'zga tashlanmaydi. Yoki men boshqa dunyoda yashaymanmi? Ehtimol siz umuman boshqa muhitda yasharsiz. Men esa shu sohada ishlaganim uchun darrov payqayman. 2 yil oldin meni bir tungi klubga taklif qilishgandi. Borishim bilan kim nima ta'siri ostidaligini darhol bilib oldim. Menga sezildi. Chunki tuzlar odamni ijtimoiy hayotdan ajratadi. Oxir-oqibat ular o'zini chetga torta boshlaydi. Har xil kvartiralarda yashirincha buni chekishadi. Ular buni baza deb atashadi. Shu sabab ko'chada ko'p ko'rmaymiz. Ya'ni alfa PVP unda ham shunday tezlik yoki tuzlar, ularni har xil nomlashadi. Bu moddani odam odatda yolg'iz o'zi qabul qiladi. O'zining gallyutsinatsiyasi, alaqlashi, xayollari bilan yolg'iz qoladi. Bu ham so'nggi bosqichlardan biri, shundaymi? Shunday, faqat u barchaga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Mefedron esa aksincha. To'planishlarni bilasizmi? Kvartiraga yig'ilishib olishadi. Masalan, 5 qiz, 5 erkak yig'ilib axloqsiz xatti-harakatlar qilishadi. Bu hozir yetarlicha rivojlanib ketgan. Hozir bunday jamoalar ham ko'p. Bular qandaydir bekorchi odamlarmi yoki aksinchami? Chunki eshitishimcha bunday odamlar ba'zida ular ikki xil hayot kechiradi. Masalan, kunduzi biror rahbar yoki IT mutaxassis bo'lishi mumkin. Oq ko'ylak, qora kostyumdagi va yetarlicha aqlli ham. Lekin ikkinchi hayoti mutlaqo boshqa. Bizning amaliyotimizda tezlik ishlatadiganlar ichida IT sohasidagilar ko'p uchraydi. Ularga kuchli ishlash salohiyati kerak. Bu psixostimulyator. Shuning uchun u bu moddani chekkach 3-5 kunlab hech nima yemay, ichmay, uxlamay va hokazo qilmay bemalol yura oladi. Boshlanishiga esa bu unga biroz kuch, miyadagi faollikni beradi. IT sohasida ko'p bunaqalar. Aslida turli kasb egalari bor. Bizda shifokorlar ham uchraydi, hatto davlat tizimida ishlaydiganlar ham bor. O'sha paytda bizda hatto bir vazir o'rinbosari ham bo'lgan. Kimlardir tadbirkor, g'isht zavodi egalari va hokazolar. Juda turli odamlar, juda ham. Lekin mana shunday odamlarda, ya'ni jamiyatning professional qatlamidan ular bunga qanday qilib kelishadi? Faqat mehnatga qobiliyat uchunmi yoki ularga hayotda yangi hissiyotlar yetishmay qoladimi? Mening nazarimda bu ko'proq ma'naviy bo'shliq bilan bog'liq. Biz 3 ta asosiy sababni ko'ramiz. Nosog'lom disfunksional oilada ulg'ayish, bolalikdagi jarohatlar, ranjishlar, to'liq bo'lmagan oila. Bu odatda 15-20 yosh atrofida. Muhit katta rol o'ynaydi. Atrofdagilarning ko'pi iste'mol qilsa, ertami-kechmi odamning o'zida ham urinib ko'rish ehtimoli yuqori. Genetik moyillik taxminan 60% ni shu tashkil qiladi. Albatta ichadi yoki ishlatadi degani emas, lekin agar uning bobosi yoki ajdodlaridan kimdir alkogolga qaram bo'lgan bo'lsa, bu keyingi avlodda hatto chevarasida mefedronga qiziqish shaklida namoyon bo'lishi mumkin. Bu qanday ishlaydi? Mutaxassislarning fikricha, giyohvandlik genetik darajada ham o'tishi mumkinmi? Shunday deyishadi. Ya'ni mutaxassislar shunday hisoblashadi. Men genetika bo'yicha olim emasman, aniq shunday deya olmayman, lekin mutaxassislar shunday hisoblaydi. Bu fakt shunday bo'ladi degani emas, lekin moyillik bo'ladi. Shu bilan birga menimcha bu ijtimoiylashtirish elementidir. Chunki bizning jamiyatda odamlar juda ko'p narsadan uyaladi. Ko'p narsani o'zlariga taqiqlashadi. Masalan, nima desam ekan, erkin ifodalashga, hislarini ko'rsatishga. Shu sababdan ba'zilar uchun bunday moddalar go'yoki erkinlashtiruvchi vosita bo'lib qoladi.
Ammo baribir oxiri kelib chiqishi baribir ruhiy muammolarga taqaladi. Agar genetik jihatdan olib qarasak, shunday odamlar bor. Masalan, kimdir alkogolni oyda bir, haftada bir marta ichib o'zini nazorat qila oladi. Boshqasi esa darrov qaram bo'lib mukkasidan ketadi. Bu yerda ham xuddi shunday. Kimdir ishlatganda ijtimoiylashgandek bo'ladi, kimdir esa juda tez tubiga tushib ketadi. Bu eski turlardagi narkotiklarda shunday edi. Hozirgi tuzlarda esa vaziyat boshqacha. Odam uzoq yura olmaydi, jamiyatga qo'shila olmaydi. 1-2 yilga yetadi uzog'i bilan. Agar bu mefedron bo'lsa, balki biroz ko'proq, lekin tuzlarda hisob oylarga borib taqaladi. Bularning bari aslida inson yashirmoqchi bo'lgan hissiyotlardan qochmoqchi bo'lgan reallikdan kelib chiqadi. Psixoaktiv moddalar orqali qisqa muddatga qochish istagi. Ha, eng zaif qatlam esa o'smirlar va yoshlar. Qanday qilib bilish mumkin, o'smir bola dori qabul qiladimi yoki yo'qmi? Chunki ularning hoynahoy ota-onalari bor. Bizni albatta ko'plab ota-onalar tomosha qilmoqda. Ular nomidan savol: qanday qilib dastlabki alomatlarni payqash mumkin? Chunki bilasiz, o'smirlar juda yaxshi yashirishni bilishadi. Birinchi navbatda bu xulq-atvor o'zgarishlaridir. Chunki giyohvandlikni boshlagan odamning xatti-harakatlari keskin o'zgaradi. U sirliroq, yopiqroq bo'lib qoladi. Ba'zida juda sekinlashib qolishi, ba'zida esa haddan tashqari qo'zg'algan bo'lishi mumkin. Kechalari uxlamaydi, boshqa paytda esa butun kunni uxlab o'tkazishi mumkin. Hatto uyg'otib bo'lmasligi mumkin. Pulning qayerga ketayotgani tushunarsiz bo'ladi. Tez-tez chetga chiqib telefon orqali gaplashadi. Agar ilgari bunday odatlari bo'lmagan bo'lsa, demak u butunlay o'zgarib qolyapti. Ko'p ota-onalar bu paytda nima yuz berayotganini tushunmaydi. Keyinroq esa, masalan, devordan kimdir unga qarab kelayotgandek qo'rqishi mumkin. Bu esa ota-onalar uchun juda dahshatli. Albatta bu bosqichda bu allaqachon og'ir holat. Gallyutsinatsiya. Masalan, tuzlar juda tezkor. Buni 1-2 oy ichida keltirib chiqarishi mumkin. U juda tez rivojlanadi. Ammo mefedron esa sekin-sekin odamni yemirib boradi. Tashqaridan unchalik sezilmaydi, lekin kayfiyati, fe'l-atvori asta-sekin buzila boshlaydi. Oldin yolg'on gapirmagan bo'lsa, yolg'on gapira boshlaydi. Uydan yashirincha chiqib ketadi. Kechasi bilan uyga kelmay qoladi. Notanish odamlar qo'ng'iroq qiladi. Shularning o'ziga ham e'tibor qaratish kerak. Men har doim shunday deyman. Agar qandaydir xatti-harakatlar shubhali ko'rinsa, yaqinlaringizni test qildiring. Bunda hech qanday yomon narsa yo'q. Menimcha, bugungi kunda test topshirish bu yaqin insoningizga mehr va g'amxo'rlik ko'rsatishning bir belgisi. Testdan o'tkazish deganda nimani nazarda tutdingiz? Maxsus testlar bor, sidik orqali olinadigan. Ular bir paytning o'zida 10-12 turdagi moddani aniqlaydi. Masalan, tabletka, geroin, nasha, marixuana yoki tuz qabul qilgan bo'lsin, hammasini ko'rsatib beradi. Buning uchun hech qanday javobgarlik yo'qmi? Yo'q, bizda davolanish ham, profilaktika ham O'zbekiston qonuni bo'yicha anonim tarzda olib boriladi. Shuning uchun xavotir yo'q. Siz aytib o'tgan belgilar telefon orqali yashirincha gaplashish, yolg'on gapirish, bularni ko'p bolalar giyohvandliksiz ham qiladi. Unda qanday aniq belgilardan shubhalanish mumkin? Ya'ni yomon davralarga qo'shilib qolganini. Aslida xulq-atvor o'zgarishi ham allaqachon tashvishli signal. Albatta, har bir o'smir o'ziga xos. Ba'zida bu shunchaki voyaga yetish davridagi qarshilik kayfiyati bo'lishi mumkin. Buzilgan xulq-atvor ya'ni. Ha, lekin har bir narkotik moddaning o'ziga xos alomatlari bor. Masalan, geroin yoki boshqa opioidlarga qaram bo'lganlarda qorachiq keskin torayadi, nuqta bo'lib qoladi. Oddiy holda ular bir o'lchamda bo'ladi. U narkotik ta'siri ostida bo'lgandami yoki oddiy hayotda hammi? Narkotik ta'sirida ular keskin kichrayadi. Opioidlarning ta'siri ancha uzoq davom etadi. Uni qabul qilgach, odam 5-8 soatgacha shu holatda bo'ladi. Ko'zda bu alomat aniq bilinadi. U sekinlashadi, badanida qichish paydo bo'ladi, nutq ham o'zgaradi. Biz bunday opioid moddalarni sekinlashgan narkotiklar deb ataymiz. Yangi sintetik moddalarni esa tez narkotiklar deymiz. Chunki ular psixostimulyator bo'lib, odamni o'z holatidan ham ko'ra tezroq, g'ayritabiiy faol qilib qo'yadi. U ko'p gapirishi mumkin, hatto ortiqcha mehribon bo'lib qolishi ham mumkin. Ha, lekin bu hammasi xulq-atvor belgilari. Endi bilasizmi, hozir tomirlardan ukol qidirish shart emas. Oldin odam tomiriga ukol qilsa, xalq orasida tamom bo'lgan deb hisoblashardi. Hozir esa bunday tushuncha yo'q. Agar u tuz iste'mol qilsa, tamom. Uni turlicha qabul qilish mumkin. Hidlash, ichish, chekish, ukol qilish, xullas xohlagancha. Xitoyliklar bu ishni muammosiz bemalol qilib qo'yishgan. Eng ko'p tarqalgani qaysi? Asosan chekishadi. Mefni chekishadimi? Yo'q, mefni chekishmaydi. Mefedronni hidlashadi. Hidlashadimi? Ha, bilasizmi, mefedronning ham o'ziga xos o'yini bor. Odamlar Chandiq yuz filmidan ko'rishgan. U yerda qahramon doim hidlaydi. Shuning uchun mefedronni hidlash burun oqishini kuchaytiradi.
Odatda agar burun juda ko'p oqsa, odam doim tomchi ishlatsa, bu mefedron iste'mol qilish belgisi bo'lishi mumkin. Lekin yana ehtimol bu shunchaki shamollash bo'lishi ham mumkin. Bu yerda hech qanday aniq belgi yo'q. Profilaktika uchun hammani tekshirish kerak. Unda qo'rqinchli narsa yo'q. Ba'zan yoshlar kelib turadi. Masalan, yaqinda bir qiz keldi. U hali narkotik ishlatmagan, lekin xulqi butunlay addiktiv edi. Chunki qaramlik bu avvalo kasallik. Bu xarakterdagi nuqsonlardan boshlanadi. Odam egoist, egotentrik, mas'uliyatsiz bo'lib qoladi. Doimiy prokrastinatsiya, va'dabozlik, yolg'on bularning barchasi alomatdir. Bu yerda gap faqat moddadan foydalanishda emas, balki aynan qaramlik kasalligi haqida ketmoqda. Bu xarakterimizdagi nuqsonlar va ular ustida ishlash kerak. Maktab o'quvchilari uchun, universitet talabalari uchun bu qanchalik katta muammoga aylandi? Aslida men doim takrorlashdan charchamayman. Narkotik urushi allaqachon yutqazilgan. Chunki buni to'xtatib bo'lmaydi. Endi hammasi shu yerning o'zida ishlab chiqarilmoqda. Prekursorlar, kimyoviy moddalar. Oldin bu moddalar import qilinardi. Hozir esa mahalliy qo'lbola usulda tayyorlanadi. Fizika, kimyodan ozgina bilimga ega bo'lgan bola ham qo'llanma yordamida tayyorlashi mumkin. Ular maxsus yo'riqnomalar tarqatadi. Bu butun boshli korporatsiya, odamlarni tayyorlashadi. Ishlab chiqarishga, tashishga, yashirishga va hokazolarga. Bu butun dunyoda bor. Endi bizga ham kirib keldi. Bizning vazifamiz imkon qadar yoshlarga bu haqda tushuncha berish, ularni foydali ishlarga jalb qilish, bu haqida gapirish. Xuddi hozir biz qilayotganday. Boshqacha yo'l bilan ularga yetib borish juda qiyin. Maktablarda, institutlarda davlat tomonidan vaqti bilan testlar o'tkaziladimi? Afsuski, bu huquqlarni buzish hisoblanadi. Agar bola test topshirmoqchi bo'lmasa, biz uni majburlay olmaymiz. Ayrim maktablar bizga murojaat qilib, ota-onalar ruxsati bilan test o'tkazishadi. Ko'pincha bolalar xafa bo'lishadi. Men haqimda qanday qilib shunday gumon qildingiz, deyishadi. Lekin biz ularga tushuntiramiz. Biz sen haqingda bunday o'ylamaymiz. Bu davr talabi. Biz sen haqingda qayg'uryapmiz. Ota-onang seni yaxshi ko'radi. Shunga test qilib ko'ryapmiz. Lekin muammo maktablarda ham bor. Bizda markaziy maktablardan ham, viloyatlardan ham keladiganlar bor. Institutlarda esa yanada ko'p albatta. Shunchaki har bir ta'lim muassasasi buni ochiq ko'rsatishni xohlamaydi xolos. Doim shunday qarash bo'lgan. Bu kasallik boy ota-onalarning bolalariga xos. Ya'ni oila o'ziga to'q, pullari ko'p va hokazo. Hozirgacha bu shundaymi yoki yo'q? Yo'q, hozir ular har qanday cho'ntakka mos. Hozir har qanday cho'ntakka to'g'ri keladi. Ya'ni siz kelsangiz u aytaylik ma'lum dozirovka 1 million atrofida tursa, siz o'zingizga qulay summaga olishingiz mumkin. Dozirovka ham narkotikning nomi, shundaymi? Yo'q, doza. Dozirovka miqdor. Masalan, agar 1 gram opiy 1 million tursa, siz bitta dozani 200 mingga olishingiz mumkin. Ya'ni 2 nafar maktab o'quvchisi uchrashib, har biri 100 mingdan tashlaydi va osongina telefon orqali borib uni olishlari mumkin. Dahshat. Hozir shunaqa, Bolalariga test qiladigan ota-onalar, agar test ijobiy chiqsa, ularning birinchi reaksiyasi qanday bo'ladi? Ko'pincha qabul qilmaydilar. Bizda aslida butun mentalitet va hokazo shunaqa. Bunday narsalarni juda yashirishadi. O'zlarini o'zlari davolashadi. Turli tabiblarga olib borishadi. Narkologiyaga olib borish uyat hisoblanadi. Aslida esa narkologiya anonim, ular hech narsa yo'qotmaydi. Lekin har kim o'z bolasini bizda yotib davolanayotgan bolalarga tenglashtirmaydi. Ularda inkor qilish tizimi ishlaydi. Ya'ni muammoni tan olmaydi. Bor yo'g'i ayrim ota-onalar qabul qilishga tayyor, lekin asosan qabul qilishgacha yetib borish qiyin. Hech kim qaramlik bu kasallik, aynan xastalik ekanini tan olmaydi. Hammaning o'ylashicha bu zaiflik, bu egoizm yoki bu muammoli oiladan kelib chiqadi. Sovet davrida yoki undan oldin shunaqa qabul qilingan. Shu sababli bizda ko'pincha yashirishadi. Lekin qachonki chiqish yo'li qolmaganda, vaziyat juda og'irlashganda oxir-oqibat qaytib kelishadi. Agar oilada shunaqa bola paydo bo'lsa, masalan, o'smir yoki kattaroq yoshdagisi, keyin nima bo'ladi? Qanday o'zgarishlar, jarayonlar yuz beradi? Shunchaki ilgari aytishardi, yodingizda bo'lsa. Agar oilada narkoman bo'lsa, u hammasini tashib olib chiqadi, sotadi, yana boshqa narsalar qiladi. Hozir ham xuddi shundaymi? Hozir ham shunday. Bilasizmi, o'sha mefedronni to'xtovsiz iste'mol qilish mumkin. Hatto ortiqcha dozaga yetib borish juda qiyin. Qanchalik odamda pul bo'lsa, shuncha olib iste'mol qilaveradi. Geroinda esa uni pioden ham deyshadi, halokatli darajadagi ortiqcha dozaga yetib borish mumkin. Ya'ni u qabul qiladi va unga bu bir kunga yetadi. Mefedron tuzini bo'lsa, odam qabul qilaveradi. Oxiriga borib, uning miyasi shu qadar zaharlanadiki, nima bo'layotganini tushunmay qoladi. Lekin baribir to'xtamasdan uni qabul qilaveradi. Buning hammasi shunday davom etadiki, avval o'z pulini sarflaydi, keyin qarzga botadi, keyin o'g'rilik qilishni boshlaydi. Markazimizga kelgan bolalarga birinchi aytadigan gapimiz qarzlaringizni yozib chiqing bo'ladi. Va ularning qarzlari shunaqa ko'p chiqadiki, bilasizmi, odam nimanidir iste'mol qilishni istasa, u har qanday pulni topadi. Qayerdan bo'lsa ham topadi. Va ehtimoliy har qanday hikoyani o'ylab topadi.
Hozir ayniqsa mana shu makro kreditlar bilasizmi? Masalan, TBC banklari va hokazolar deyarli har birining nomida kamida bittadan kredit bor. Ular ertangi kun haqida o'ylamaydilar, chunki mas'uliyatsizlik, qo'lda telefonlar, tilxatlar va hokazolar juda ko'p. Hammasi shunday bo'lmoqda. Ular dozani har safar oshirib borishadimi? Masalan, tez ta'sir qiladigan narkotiklarni. Ha, juda kuchli tolerantlik paydo bo'ladi. Odatda odam tuzlarga o'tib olsa, mefedrondan boshlaydi. Mefedronda tolerantlik juda tez rivojlanadi. Masalan, avvaliga 1 gramm unga 1 kunga yetishi mumkin, keyin esa undan ko'pi 2 kunga yetadigan bo'ladi. Keyinchalik esa u faqatgina o'zini o'nglash uchun qabul qiladi, xuddi absistentlik holatida chiqib olish uchun. Lekin bu avvalgi ta'sirni bermaydi. Burun butunlay kuygani, yara chaqalar bo'lgani uchun moddalar qonga singmay ham qo'yadi. Shunda odamlar tezlikka o'tib ketadi. Ya'ni yanada og'irroq turdagi tuzlarga. Ba'zilar esa aksincha boshqacha yo'lni tanlaydi. Har kimniki har xil. Masalan, bizdagi ayrim taksichilar tezlikni ishlatishardi, chunki uxlashmay tinimsiz mashina haydashardi. Bunday holda odam bir oyda 20 kilogacha vazn yo'qotib qo'yadi. Ko'z o'ngingizda qurib boradi. Shu bois bu hammada har xil, nima tanlaganiga bog'liq. Xuddi menga umuman boshqa olam haqida aytib berayotgandaysiz. Siz burundagi zararlanishlar haqida ham gapirdingiz. Umuman olganda narkomanni tashqi jismoniy ko'rinishidan tanib olsa bo'ladimi? Agar odam aynan tezlik yoki tuz ishlatsa, juda tez va keskin ozib ketadi. Ko'pincha oldimga bemorni yaqinlari kelsa, uni aqldan ozib qoldi deb o'ylashadi. Chunki bir oy ichida keskin ozib gallyutsinatsiyalar ko'radi va bema'ni gaplar gapirishni boshlashadi. Bizning mentalitetda ko'pincha uni ichiga kimdir kirib olgan deb diniy odamlarni chaqirishadi. Rad eta olmaysan va buni kuzatishga to'g'ri keladi. Bunday odam tashqaridan shizofrenikka o'xshaydi. Bu chindan ham dahshatli. Bunday holni tezda payqab olish mumkin. Mefedronda esa odam bunchalik ozmaydi. U yerda ko'proq ijtimoiy muammolar boshlanadi. Lekin jismoniy belgi sifatida burun doim bitgan bo'ladi. Buni burnini ko'rib tekshirish, xullas qandaydir yo'l bilan aniqlasa bo'ladimi? Ha, albatta. Lorga borib bilsa bo'ladi. Ha, oldin esingizda bo'lsa qo'llarni tekshirishardi. Igna izlari ko'rinadimi, yo'qmi deb. Endi esa insulin ignalari bilan ham ukol qilishadi. Ko'rib bo'lmaydi, lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, narkotikka o'rganib qolgan odam har qanday vaziyatdan chiqib ketadi. Menda shamollash bor, nima deb o'ylayapsiz? Allergiyam bor deb ming xil sabab topadi. Shu bois tashqaridan aniqlash oson emas. Mefedron ishlatgan odamning ko'z qorachig'i kengayib ketadi. Yana bir belgi, masalan, oilada doim jahldor, charchagan, hech narsa yoqmas edi. Birdan xushchaqchaq bo'lib, uyga ochiq kayfiyatda kirib keladi. Hamma bilan mehribon bo'lib qoladi, hatto xotiniga ham e'tibor bera boshlaydi. Atrofdagilar esa, "Voy, qara, qanday o'zgarib qoldi, yaxshi bo'lib qoldi" deb xursand bo'lishadi. Lekin qanday ko'tarilish bo'lsa, shunday keskin tushish ham bo'ladi. Odam yana asta-sekin tushkunlikka botadi. Mefedron muammosini tushunish qiyin. Odatda bu qarzlar, davra doirasining o'zgarishi yoki aldov kayfiyati orqali seziladi. Odatda xotini yoki onalar buni farzandining telefonini tekshirganda bilishadi. Plus test tekshiruvini qilib ko'rish orqali. Tahlillar orqali aniqlash mumkinmi? Masalan, shunday anonim tarzda topshirsa bo'ladimi? Bolaning o'zi bilmagan holda oddiy tekshiruvdek qilib maktabga yoki boshqa joyga topshirish mumkinmi? Afsuski, bu juda qiyin, chunki agar doriga qaram odam o'zini testga olib borishayotganini bilsa, oldindan tayyorlanadi. Masalan, do'stining yoki hatto farzandining siydigini olib kelishi mumkin. Bizda hatto shunday holat bo'lgan. Bir yigit muntazam 2 yoshli bolasining siydigini olib kelib topshirgan. Shuning uchun bizning markazga odam test topshirishga kelsa, shifokor nazorati ostida uning roziligi bilan birga hojatxonaga kiramiz va jarayonni kuzatamiz. Shundagina natija ishonchli bo'ladi. Aks holda tashqaridan olib kelinganida aniqlash qiyin. Testlar qaysi davrgacha moddani borligini ko'rsatadi? Har bir moddaning iz qoldirish vaqti har xil. Eng uzoq muddat saqlanadigan modda marixuana. Eng uzoq degani qancha? Bu ham moddalar almashinuvi jarayoniga bog'liq, lekin ayrim hollarda 2 oygacha saqlanib qolishi ham mumkin. O'zbekistonda ham yirik tashkilotlar test o'tkazishadi. Masalan, ayrim joylarda faqat haydovchilarni tekshiradi, chunki bu xavfsizlik masalasi. Umuman olganda foydalanishmoqda. Ya'ni qaysidir xususiy kompaniyalar ham xodimlarini tekshirishi mumkin. Ha, albatta, yaqinda bir kompaniya butun jamoasini to'liq tekshiruvdan o'tkazdi. Ko'pchiligida turli moddalar aniqlandi. Ular buni nima uchun qilishadi? O'zlari uchun. Bu ularning ichki siyosati. Asosan xorijiy sheriklikka ega korxonalar shunday qiladi. Chunki bu dunyo bo'yicha allaqachon yo'lga qo'yilgan. Masalan, Rossiyada GAI mashinani to'xtatib, agar gumon tug'ilsa, haydovchidan darhol siydik tahlili topshirishni so'rashi mumkin. Bizda hozircha juda qiyin, lekin sekin-asta shu yo'nalishga ham boryapmiz. Nega bizda bu borada aniq muntazam choralar yo'q? Aslida muammo juda dolzarb bo'lib turibdi-ku.
Biz hozir shu masala ustida ishlayapmiz. Hali bu biroz qiyin, lekin agar masalan GAI uchun majburiy tekshirib ko'rish joriy qilinsa, bu juda foydali bo'lar edi. Yana bir savol, ota-ona yoki yaqinlari farzandi nashaga o'rganganini bilib qolsa, ko'pincha uyat hissi bo'ladi. Bu vaziyatda qanday ishlaysiz? Masalan, kimnidir akasi, biror yaqini, deylik, qaynisi giyohvandlikka qaram bo'lib qoldi. Bizda mentalitet shunday-ku, qo'shnilar nima deydi, odamlar nima deb o'ylaydi degan tashvishlar ko'p. Siz odatda bunday vaziyatlarda ular bilan qanday ishlaysiz? Bizning reabilitatsiya markazimizda doriga qaramlik tufayli murojaat qilganlarning yaqinlari uchun alohida guruhlar bor. Bu yerda ular eng avvalo yolg'iz emasligini ko'rishadi. Chunki odam yopilib olganda birgina menda shunday muammo bor, eng og'ir muammo faqat menda deb o'ylaydi. Lekin boshqa ota-onalarni ko'rib, ular ham shunday jarayondan o'tgani, o'z ustida ishlayotgani va o'zgarayotgani ularga yengillik beradi. Ular asta-sekin bu holatni qabul qila boshlaydi. Qabul qilganidan keyin biz ular bilan hamqaramlik dasturi asosida ishlaymiz. Bunday dastur qanday ishlaydi? Qachonki oilada bitta odam giyohvandlikka o'rgansa, butun oila vaqti ham o'sha odamning hayoti atrofida to'xtab qoladi. Hamma uning muammosi bilan yashay boshlaydi. Bu esa noto'g'ri, chunki uning egoistik tomoni shundan kuch oladi. Aksincha, bizda qattiqqo'l sevgi degan tushuncha bor. Ya'ni, o'g'lim, men seni sevaman, lekin o'lishingga yo'l qo'ymayman. Buning uchun esa qo'limdan kelganini qilaman. Ammo ular bundan ham foydalanadi. Masalan, yaqinlari reabilitatsiyaga ovqat tashiydi, boshqa yordamlar qiladi. Lekin bu ham ko'pincha bolaning kasal tomoni foydasiga ishlaydi. Men doriga qaram odamlar bilan gaplashganimda ularni ikkiga ajrataman. Masalan, yaxshi Igor bor. Men hurmat qiladigan va uning kasal qismi bor. Men u bilan ishlashim kerak. Birinchi Igor bilan esa suhbat quraman. Davolanayotgan yigitlarga ham tez-tez aytaman. Men seni shaxs sifatida hurmat qilaman, lekin sening kasal qisming bilan suhbatlashmayman. Sen bajarishing kerak bo'lgan mashqlar, yozishing kerak bo'lgan narsalar bor. Xuddi shunday hamqaram yaqinlari ham o'z ustida ishlashi kerak. O'z ahvoli ustida, o'z tashvishlari ustida, chunki ularda doimiy xayoliy qo'rquvlar bo'ladi. Masalan, bizda bitta ona bor. U doim o'g'lini qutqarishga urinadi. U bunga shu qadar o'rganib qolganki, o'g'li endi o'zgarib, reabilitatsiyadan chiqib, hatto bizda ko'ngilli bo'lib ishlayotgan bo'lsa ham, onasi baribir u yana narkotik qabul qilyaptimikan deb shubhalanaveradi. Onada allaqachon bu odatga aylangan. Bu esa aksincha uni yanada qo'zg'atadi. Ona muntazam ravishda doimiy o'tmish xatolarini eslataveradi. O'zi esa shunchaki o'z ustida ishlamaydi. Bu juda yomon, chunki agar u hamqaramlik dasturi asosida ishlaganda edi, o'zini o'zgartirishni boshlar edi. Kamida o'zining hayot sifatini yaxshilar edi. Shuning uchun oilada doriga qaram odam bo'lsa, ikkala tomon ham ishlashi muhim, lekin ba'zida ko'pincha aksincha bo'ladi. Giyohvand menda muammo yo'q. Aslida muammo o'zingizda, muammo oilaning o'zidan kelib chiqadi. Oiladagi mexanizmlar noto'g'ri ishlayotgani uchun o'g'lingiz narkotik qabul qilayotgan bo'lsa, demak u nimadandir qochyapti. Biz esa aynan nimadan qochayotganini topishimiz kerak. Bu oson emas. Ha, chindan ham oiladagi biror mexanizm noto'g'ri ishlayapti. Chunki ba'zida ko'ramanki, oila tashqaridan qaraganda yaxshi, munosabatlar iliq, zamonaviy qarashlar bor va u yerda oilaning aybi ham yo'qdek ko'rinadi. Shunda ham oila aybdormi yoki atrof muhitmi? Doim shunday bo'lavermaydi-ku yoki yo'qmi? Aslida har qanday qaramlikning ildizi egotsentrизм. Ya'ni siz doimo men hammadan aqlliman, sizlarning hammangiz nohaqsiz, men hammasini faqat o'zim uchun qilaman va hokazo degan fikrdasiz. Yoshlar ko'pincha o'zlariga o'zlari xafagarchilikni yaratib oladi, lekin biz ularni tagiga yetib qayta ishlashimiz kerak. Masalan, bizda bir yigit bo'lgan. U shahar markazida ulg'aygan, atrofidagi do'stlari o'ziga to'q oilalarning bolalari bo'lgan. Uning otasi esa oddiy, kamtar, ilm odami bo'lgan. Shu bois yigit otasidan uyalib o'ziga nega biz boshqalar kabi emasmiz deb xafagarchilik tuyg'usini yaratgan. Natijada narkotik chekuvchilar guruhiga qo'shilib ketgan. Biz u bilan ishlaganimizda asl sababini topdik. Nega u yerga borgan, nega bularni barchasini qilgan va sekin-asta natija chiqa boshladi. Muammolarning tubiga odatda biz qaramaymiz, yuzasini ko'ramiz. Chunki oilada tashqaridan hammasi yaxshi ko'rinsa ham, ichkarida nima bo'layotganini hech kim bilmaydi. Bizda yana bir yigit bor edi. Bizning tushunchamiz bo'yicha abuser, ya'ni hamma narsani taqiqlaydigan, hatto kiyimlarni ham yirtadigan, hammasini man qiladigan odam. Tashqaridan qarasangiz esa juda yaxshi, odobli, hurmatli oila. O'sha yigit esa uyidagi bunday nazoratga chiday olmadi oxiri. U avvaliga uyidan biror narsani yashirincha olib chiqib yurdi. Keyinchalik esa yomon davraga ham qo'shilib, dori iste'mol qila boshladi. Demak, asosiy sabab ko'pincha oilada bo'ladi. O'zi aytishadi-ku, nimanidir juda qattiq taqiqlab, doimiy nazorat qilsangiz, bu aksincha bolani provokatsiya qiladi. Shunday ekan, ota-ona o'zini aslida qanday tutishi kerak? Xavfni kamaytirish uchun. Menimcha, farzandingiz bilan ko'proq muloqot qiling.
Masalan, o'zim haqimda aytsam, men o'zim bolalarimga hech narsani qat'iyan taqiqlashga harakat qilmayman. Men ularga tajribamni aytib beraman. Mana, men shunday qilganman, oqibati esa bunday bo'lgan deyman. Biz ular bilan shu tariqa kelishamiz. Mening bolalarimning asosiy majburiyati maktabga borish va sport bilan shug'ullanish. Qolganini esa muhokama qilamiz. Biz turli mavzularda ochiq gaplashamiz. Bizda sirlar yo'q. Menimcha shunday bo'lishi kerak. Men albatta o'rnak emasman. Ota-onalarga maslahatim ko'proq gaplashing. Shunda bolalar sizga ishonadi. Qara, Azamat sendan yaxshi qiladi yoki sen umuman qo'lingdan hech nima kelmaydi deb solishtirib, izohsiz taqiqlar qo'yish, bular hammasi salbiy ta'sir qiladi. To'g'risi, siz aytgan narsa ota-onalar bilan bolalar o'rtasidagi munosabatlarning 90% aks ettiradi. Siz shaxsiy tajribangiz borligini aytdingiz. Kasbingiz bilan bog'liq qandaydir shaxsiy tajriba bo'lganmi? Ha, bizning oilamiz bir paytlar doriga qaramlik muammosiga duch kelgan. Shu sabab men bu sohaga kirdim. Bu haqida batafsil aytib o'tirmayman. Faqat aytishim mumkinki, Odatda odamlar biror narsa bilan professional tarzda shug'ullanishi ham ichki turtki tufayli bo'ladi. umuman olganda adiktologlar bu qaramlik muammosini ichidan ko'rgan, o'z hayotida his qilgan, keyin o'z bilim va tajribasini boshqalarga yordam berishga bag'ishlagan odamlardir. Siz yuqorida aytdingizki, ota-onalar farzandi qaramlikka kirganini bilib qolsa, uni ortiqcha nazorat qilishi, e'tiborini haddan ziyoda unga qaratishi mumkin deb. Aslida to'g'ri yo'l qanday? Avvalo, inson o'z ustida ishlashi kerak. Qanday qilib? Psixolog yordamidami yoki mustaqilmi? Yoki oddiygina o'z hayotini yashashni davom ettirishi kerakmi? Aslida bizda o'zaro yordam guruhlari bor. U 12 qadamdan iborat dasturga asoslangan. Dastur bo'yicha ular shahardagi bog'da ham, skverda ham yig'ilishadi. Xohlovchilar kelib yordam olishi, o'z ustida ishlashi, hayotini o'zgartirib hushyorlik holatida qolishi mumkin. Reabilitatsiya markazlari ham bor, lekin baribir hammasi psixologiyaga borib taqaladi. Ya'ni biz 12 qadam dasturi bo'yicha ishlaymiz. Parallel ravishda esa psixologlarimiz, KPT terapevtlar, umumiy oilaviy psixologlar barcha teng ravishda yordam beradi. Bizning vazifamiz yigitni o'z his-tuyg'ulari bilan ishlashga o'rgatish. Ya'ni u bizga reabilitatsiyaga keladi, biz unga boshqa dunyoni ko'rsatamiz. Uning boshida shakllangan destruktiv qarashlardan farqli dunyoni. Biz uni o'z his-tuyg'ularini boshqarishga o'rgatamiz. Chunki inson his-tuyg'ularini boshqara olmasa, yomon kunda ham, yaxshi kunda ham og'uvni iste'mol qilishga moyil bo'ladi. Reabilitatsiyada ular bu his-tuyg'ularni boshidan kechirishadi, yangi xulosalar chiqarishadi, yangi yo'llarni ko'rishadi. Shunda ularning ongida yangi imkoniyatlar ochiladi. Har birimizda, ko'pchiligimizda rivojlanish ma'lum bir inqiroz yoki hayotdagi og'riq orqali kechadi. Ya'ni nimadir sodir bo'ladi, biz uni boshdan o'tkazamiz, keyin oldimizda yangi yo'llar ochiladi. Bu yerda ham xuddi shunday. Biz ularga kichik bir mikrojamiyat yaratib beramiz va ularni o'stiramiz. Ma'naviy, axloqiy barcha sohalarda tarbiyalaymiz va o'qitamiz. Ya'ni aslida siz xuddiki uning muhitini o'zgartirasiz va odatlarini ham o'zgartirasiz. Chunki bu narsalar shunday shakllanadi. Endi qaramliklarga kelsak, ularning barchasi bir xil mexanizm bo'yicha ishlaydimi yoki yo'qmi? Masalan, juda ko'p turdagi qaramliklar bor. Qimor o'yinlariga qaramlik, giyohvandlik, hatto ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik, dopamin bilan bog'liq qaramliklar, ya'ni Hozirgi eng dolzarb qaramliklar narkomaniya, alkogolizm, qimor o'yinlari va oxirgi paytlarda RPP ovqatlanish xulq-atvorining buzilishi. Odamlar his-tuyg'ularini yeyishadi. Har kimda har xil ko'rinadi. Kimdir juda semirib ketadi, boshqasi esa ovqatlanadi-yu keyin borib qusadi. Ya'ni ovqatlanadi, ikki barmog'ini og'ziga tiqadi va qayt qilib chiqarib yuboradi. Keyinchalik bu refleksga aylanadi. Ovqatlanadi, keyin darrov qayt qilib chiqaradi. Bu esa sog'liq, buyrak va hokazolarga jiddiy ta'sir qiladi. Bu qizlarda ancha dolzarb muammo. Odamlar tushunmaydi. Diyetaga o't, ovqatni kamaytir deydi, lekin ular his-tuyg'ularini yeyishyapti. To'xtay olishmaydi. Ularga shunday tanbeh berilsa, ular o'zini yanada yomon his qiladi. Xuddi ichkilikbozga o'xshaydi. U o'tirib ichadi, unga sen ojizsan, o'zingni yenga olmaysan deyishadi. Aslida esa aroqxo'rdagi eng kuchli his bu uyat. U uni yashiradi, ammo odamlar doim uni shu joyiga uraveradi. Aslida qaramlikning ishlash mexanizmi hamma joyda bir xil. Bu his-tuyg'ularga asoslangan. Kimdir ularni yeydi, boshqasi esa masalan reallikdan qochish uchun harakat qiladi. U masalan qimor o'ynaganda ham hislarda o'zgarish bo'ladi. Serotonin kuchi ajraladi. Keyin keskin pasayadi. Yana yolg'on, qarzlar va boshqa narsalar ham kuzatib boriladi. Shuning uchun qimorbozlik, alkogolizm, narkomaniya aslida deyarli bir xil. Ovqatlanishning buzilishi biroz murakkabroq. Bu yerda psixiatriya ko'proq kerak bo'ladi. Avval dorilar bilan davolashni to'g'rilash kerak, lekin bu juda dolzarb mavzu. Umuman olganda narkologiyada biz narkoqaramlar bilan ishlashdan tashqari qaram bo'lganlar bilan ham ishlaymiz.
va bu ancha qiyin. Bularning hammasi lekin bizda bor. Xalqaro guruhlar ham bor. Barchasi bizda klinikada o'tkaziladi. Hozir esa biz IVF guruhlarini joriy qilmoqchimiz. IVF bu ichkilikboz ota-onalarning voyaga yetgan farzandlari. Ya'ni qaram insonlarning qarindoshlari bilan ishlanadi, lekin bolalari bilan hech kim ishlamaydi. Aslida ular bilan ishlanishi juda ham muhim bo'lgan qatlamdir. Chunki ota-ona ichsa, bu janjal, baqiriq-chaqiriq bilan birga kechadi va hammasi bolaning ruhiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Bolalar ulg'ayganda bu ularda ruhiy travmalarga aylanadi. Keyingi avlodda davom etadi. Lekin nega farzandlarning reaksiyasi har xil bo'ladi? Masalan, bir oilada otasi ichkilikka berilgan yoki narkoman bo'ladi, lekin bolalarning biri otasining taqdirini takrorlaydi. Boshqasi esa men hech qachon ichmayman, hech qachon bunday qilmayman deydi. Bu mexanizm qanday ishlaydi? Odamning o'ziga bog'liqmi yoki u yashagan muhitga bog'liqmi? Aslida bilasizmi, bu yerda eng muhimi insonning psixologik hayot sifati. Ya'ni inson otasi ichkilikboz bo'lgan yoki boshqa ruhiy muammosi bor oilada o'ssa, balki u umuman ichkilik muammosiga ega ayolni xotin qilib olgandir. Amaliyotimizda bu juda tez-tez uchraydi. Masalan, yigit onasini ichkilikboz sifatida ko'rgan bo'ladi. U doim ichadi va yigit keyinchalik o'zi bilmay ong ostida o'ziga shunday turmush o'rtoq tanlaydi. Nega bunday bo'ladi? Chunki u ayolda ichkilikni ko'rsa onasini eslaydi va beixtiyor unga o'rganib qoladi hamda bunday munosabatlarga kirishib ketadi. Yana ko'p hollarda ular yaqinlarini qutqarishga urinadi. Masalan, bir qiz bir marta qaram odam bilan bo'ladi. Keyin yana boshqa bir qaram odamni o'ziga tortadi. Sababi u o'zining psixologik formatini o'zgartirmaydi va yana toksik munosabatlarga tushib qoladi. Deylik, ota-onasi yoki qarindosh urug'lari orasida bunday muammo bo'lgan odam nima qilishi kerak? Qanday yashashi kerakki, o'zi ham munosabatlarda qayta-qayta shu tuzoqqa tushib qolmasin? Masalan, men bir yigitni bilaman. Uning butun oilasi qaramlikka berilgan. Men unga bu genetik zanjirni to'xtatishing kerak dedim. Ya'ni agar u o'z oilasida ichishni tashlasa, bu zanjir shu yerda uziladi. Chunki uning bobosi, otasi, amakisi, akalari barchasi shunday. Bunga biror kishi stop qo'yishi va o'z ustida to'liq ishlashi kerak. Bu ko'proq ruhiy darajada amalga oshadi. Ya'ni bu psixologik biomaydon tushunchasi bilan bog'liq. Qachonki inson o'zini o'zgartirsa, atrofdagilar ham o'zgarishni boshlaydi. Shu bois oilada kimdir stop deyishi zarur. Lekin bu shunchaki men ichishni tashladim degan shunchaki quruq gap emas. Asl sababni topib, muammoni ildizidan hal qilish kerak. O'z hayot tarzini o'zini shaxs sifatida o'zgartirish va prinsiplarga sodiq qolib yashash kerak. Qarang, qaramlik mexanizmi tushunishimcha quyidagi tarzda sodir bo'ladi. Odam biror harakat qiladi va shu orqali organizmda gormonal mukofot hosil bo'ladi. Qanchalik ko'p takrorlansa, shuncha mustahkamlanadi. Stimul, harakat, mukofot. Shu asosda qaramlik tizimi shakllanadi va albatta u narkoman yoki qaram shaxsga aylanadi. Davolash qanday bo'ladi? Mana shu zanjirni sindirish kerakmi yoki Yo'q, avval tizimli qabul qilish boshlanadi. Doimiy iste'mol avval moliyaviy yo'qotishlarga, keyin sog'liqning buzilishiga olib keladi. Menga keladigan alkogoliklarning aksari oyoqda zo'rg'a turadi. Qandli diabet, organlari butkul ishdan chiqqan. Ammo u, yo'q, bu alkogoldan emas, men umuman qaram emasman deydi. Holbuki yo'qotishlar allaqachon mavjud. Eng qiyini ichkilikbozga gapning yetib borishi. Qiyinligi shundaki, ular muammoni tan olmaydi. Oilasidan ayriladi, xotini ketadi, hammasiga boshqalarni ayblaydi, faqat o'zini emas. Demak, har qanday moddaning tizimli iste'moli bu zarar. Moliyaviy, jismoniy, ijtimoiy. Ya'ni turli xildagi. Agar zarar yetib tursa-yu odam to'xtay olmasa, demak unda allaqachon qaramlik shakllangan. Qaramlik ikki xil bo'ladi: jismoniy va psixologik. Jismoniy qaramlikni yo'qotish ancha oson. jismoniy qaramlik deyotganingizda gormonal eyforiyani nazarda tutyapsizmi? Yo'q, bu lomka. Lomka? Lomka abstinent sindromi, ya'ni pahmel. Uni shifokor, narkolog va psixiatrlarning dori vositalari bilan deyarli 10 kun ichida istalgan holatdan chiqarib olish mumkin. Ammo keyin psixologik ish boshlanadi. Bu esa uzoq muddatli reabilitatsiya jarayonidir. Masalan, bizda reabilitatsiya kursi 6 oydan kam bo'lmaydi. Chunki insonning dunyoqarashini o'zgartirish, neyron aloqalarni boshqacha shakllantirish uchun vaqt kerak. Aslida savol boshqacharoq edi. Mana shu stimulus, harakat, mukofot, davolanish zanjirida davolash nimadan boshlanadi? Avval odamdagi stimullarni olib tashlaysizmi yoki mukofot hissini kamaytirasizmi? Bir hikoya bor edi. Doktor Jivago asaridagi bir qahramon, eslaysizmi? U ham shifokor bo'lgani uchun morfiga qaram bo'lib qoladi. Ya'ni Morfi, asarning o'zi morfi deb nomlanadi. U shifokor bo'ladi va o'zi bilmagan holda morfiga o'tirib qoladi.
Ha, keyin xotini uni shunday davolagan. Dorini suv bilan aralashtirib, dozani asta-sekin kamaytirib borgan. Shu tariqa u sog'ayib ketgan. Bu real voqeami? Yo'q, bu ishlamaydi. Bu usul chindan ham ishlaydimi? Xo'p, davolanish nimadan boshlanadi? Agar gap opioid narkotiklari haqida ketayotgan bo'lsa, u holda dozani kamaytirish kerak. Chunki jismoniy lomka juda og'ir bo'ladi. Lekin umuman olganda, agar odam qaram bo'lsa, moddani nazorat qilib iste'mol qilish mumkin emas. U vaqtincha to'xtatishi yoki boshqa narkotikka o'tishi mumkin, ammo baribir iste'mol qilishni davom ettiradi. Ko'p hollarda yigitlar menga shunday deydi: "Men narkotik chekmayman, faqat aroq ichaman." Lekin bu ham sog'ayish emas, u baribir iste'molchi bo'lib qolaveradi. Umuman aytadigan bo'lsak, avvalo bu zanjirni tozalashimiz kerak. Uni shu og'ir holatdan chiqarib olish, keyin esa butun zanjirni sindirish ustida ishlash kerak. Tozalash degani nima? Detoks. Ya'ni avvalo o'sha qiyin lomka jarayonini boshidan o'tkazish kerakmi? Ha, shunday. Avvalo opioidlardan lomka bor, sintetikadan lomka bor, lekin sintetika lomkasidan kuchliroq lomka bo'lmasa kerak. U yerda ko'proq psixozlar, shaxsiyat buzilishlari bilan muammo bo'ladi. Bu jarayonda ko'proq odamning ruhiyati azob chekadi. Birinchi navbatda organizmdan toksinlarni chiqarish, biroz vitamin berish, uyqusini tiklash lozim. Biz odatda har bir odamda 4 sohani belgilaymiz: biologik, ijtimoiy, psixoemotsional, ruhiy. Biologik bu bizning sog'ligimiz. Keyinchalik bemor bilan ishlash uchun uni tiklash birinchi navbatdagi vazifa. Keyin ijtimoiy mavzu. Bu atrofdagilar bilan muloqot, ish, ijtimoiy izolyatsiya masalalari. Ya'ni shuni ustida ishlanadi. Psixoemotsional bu ruhiy va psixologik muammolarni hal qilish. Va ruhiy odamning ma'naviy qadriyatlari buzilgan bo'ladi. Biz ishlaydigan dastur 12 qadam dasturi. U ruhiy yo'nalishga asoslangan, lekin diniy emas. Ya'ni biz ruhiy tamoyillarimiz halollik, yangilikka ochiqlik, xolislikka tayanamiz. Ammo buni uy sharoitida qilishning imkoni yo'q. Baribir qaram odamni boshqa muhitga o'tkazishga to'g'ri keladi. Ya'ni trixaplar qanday ishlaydi? Ya'ni ularni chunki stimullar bo'lmasligi uchun boshqa muhitga joylaysizmi? Stimullar bular ya'ni do'stlari, eski joylar va hokazo. Demak, avval stimullarni olib tashlash, keyin davolash boshlanadi, shundaymi? Bu jarayonda qo'llab-quvvatlash guruhi juda muhim. Agar u uyda yolg'iz yoki faqat yaqinlari bilan qolsa, uni hech kim tushunmaydi. Hech kim qo'llab-quvvatlamaydi. Bizning markazga kelganda esa biz uni yomon yoki zaif deb hisoblamaymiz. Biz uchun u qaramlik kasaliga chalingan inson. Xodimlarimizning yarmi o'zlari shu yo'ldan o'tgan. Shuning uchun ular bemorni tushunishadi. Shu bois guruh dinamikasi juda muhim. Masalan, bir kishi topshiriqni bajarganda, boshqasi o'z hayotida ham xuddi shunday bo'lganini ko'rishi mumkin. Har bir qaram odam o'zini noyob deb o'ylaydi. Aslida esa ularning hikoyasi, tarixi bir xil ildizga ega. Bizning vazifamiz stereotiplarni sindirish, yolg'iz emasligini ko'rsatish, qo'llab-quvvatlash va to'g'ri yo'lga yo'naltirish. Albatta, ortga qaytish holatlari bo'ladi. Agar u uyda bo'lsa, bunday paytda, ya'ni iste'mol qilgan bo'lardi. Lekin bizning markazda biz u bilan gaplashamiz, tushuntiramiz, topshiriqlar beramiz. Agar hozir tashqariga chiqsang nima bo'ladi? Agar o'sha do'sting qo'ng'iroq qilsang, oqibati qanday bo'ladi? Shunday qilib biz uni bularning barchasiga qarshi kurashishga o'rgatamiz. Agar u uyda bo'lganda, bunda nima qilgan bo'lardi? Bularni u boshdan o'tkazishi kerak. Reabilitatsiya jarayonida ular turli his-tuyg'ularni boshdan kechiradi. Ba'zan qattiq xohish hissi bo'ladi. Chunki xohish, tortishish turlicha keladi. Biz uni turini ajratamiz. To'g'ridan-to'g'ri tortishish, ya'ni odam moddani o'ylaydi. Bu haqda gapiradi. Biz uni tahlil qilamiz. Bu unchalik ham qiyin emas. Assotsiativ tortishish bor unda. Odam aroq shishasini yoki boshqa eslatmani ko'rishi bilan bog'lanish yuz beradi. Eng ayyorona va xavfli tortishish bu sog'lom hislar orqali kirib keladi. Masalan, odam bolalarini sog'inadi. Miyasi unga sen chiqishing kerak, bolalaringni sog'inding, xotiningni sog'inding, ishga borishing kerak deb aldab qo'yadi. Odam bunga o'zi ham ishonadi. U kelib, men farzandimni sog'indim deydi. Biz unga bu seni tortishish hiyla bilan olib ketmoqda deymiz. Lekin u yo'q, bunday emas deb ishonmaydi. Bunday odamni qayta ishontirish juda qiyin. Bunday hollarda psixologlar, adiktologlar, yigitlar guruh terapiyasi ishga kirishadi. Biz unday bemorlar bilan muammoni muhokama qilib, to'xtatishga harakat qilamiz. Bunday holda odam yoningizga kelib, men uyga ketmoqchiman, bolalarim bor, men farzandlarimni sog'indim desa, siz uni qanday qilib ushlab qolasiz? Uni qo'yib yuborasizmi yoki qanday yo'l tutasiz? Birinchi navbatda albatta motivatsiya. Biz hech qachon bemorni majburan ushlab qolishga haqqimiz yo'q. Bizda shartnoma mavjud. Uni uning yaqinlari, ota-onasi va o'zi imzolaydi. Shu shartnomadan so'ng biz ishni boshlaymiz.
Albatta, ba'zan inqirozli vaziyatlar bo'ladi. Biz uni bir kun yoki 2 kun tinchlantiramiz, go'yoki chiqarib yubormaymiz. Lekin albatta odam chiqib ketishga qaror qilgan bo'lsa, biz uni albatta ushlab tura olmaymiz va uni chiqarishga majbur bo'lamiz. Menimcha bu katta minus deb o'ylayman. Chunki hozirgi zamon narkomaniyasi xuddi o'sha tuzlar iste'molida odamning boshi joyida emas, nima bo'layotganini umuman tushunmaydi. Lekin biz qonun ruxsat bermagani uchun uni sudsiz ushlab qola olmaymiz. Natijada bunday odamni ko'chaga chiqarishga majbur bo'lamiz. Bu albatta noqulay. Uni qolishga majbur qilish mexanizmlari qanday? Faqat motivatsiya. Suhbatmi? Faqat motivatsiya. Albatta, dori vositalari bilan ham bemorning holatini yumshatamiz. Neyroleptiklar va boshqa dorilar yordamida. Lekin asosan suhbat, ishontirish. Bu vaziyatda butun jamoa ishlaydi. Har bir odamga o'z yondashuvi kerak. Kimlargadir mehr, g'amxo'rlik, muhabbat ko'rsatamiz, lekin u buni tushunmaydi va rad etadi. Ba'zilariga esa qattiq gapiramiz. Hayoting o'zingniki, xohlasang boraver. Shunda u birdan to'xtaydi. Bu hammada har xil ishlaydi. Siz qanday tushunasiz kim bilan qanday ishlash kerakligini? Biz barcha usullarni qo'llashga harakat qilamiz. Qaysi biri yordam bersa, shuni ishlatamiz deng. Ya'ni navbatchilikda har doim 5 nafar xodim plus psixologlar plus shifokorlar bor. Har biri uni ishontirishga harakat qiladi. Yana biz guruhni ham qo'shamiz. Shunda guruh ham uni ishontiradi. Yana yangi kelgan bemorni biz eskiroq, ancha barqaror bo'lib qolgan yigitlarning yoniga yotqizamiz. Ular o'zlari yangi kelgan bilan tajribasi bilan bo'lishadi. Chunki odam hayotini o'zgartira boshlaganda o'z bilimini va tajribasini, yaxshi jihatlarini boshqalar bilan bo'lishishi ham juda muhim. Bu birinchidan unga o'zini foydali va muhim his qilish imkonini beradi. Bu tuyg'uni ular anchadan beri sezmagan bo'ladi. Ikkinchidan, bu orqali sog'ayish g'oyasini boshqa qaramlarga ham shu orqali yetkazamiz. Aytgancha, hozir o'ylab qarasam, bu haqida ochiq gapiradigan birorta blogerni bilmas ekanman. Lekin menda intervyuda qatnashgan bir yigit bor edi, Tog'a va Jiyan degan. U avval narkotik iste'mol qilgan. Bir necha marta mendan ham davolangan. Hozir boshqa joyda davolanmoqda. U bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda translyatsiya qiladimi? U bu haqda ochiqdan ochiq qandaydir ko'rsatuvda gapirgandi. Ha, ochiq gapirgan edi. Bilasizmi, biz endi sekin-asta shu mavzuni ochib gaplashyapmiz. Bu baribir chiqadi. Odamlar o'z qaramliklari haqida gapirishadi. Masalan, hozir menda ishlaydigan xodimlar bor. Ular ilgari buni hech qachon ochiq aytmagan bo'lardi. Endi ular buni ochiq gapirishga tayyor. Menimcha bunda uyatli narsaning o'zi yo'q. Bu kasallik. Agar odamlar boshqalarga bu haqida aytsa, shunda boshqalar xuddi o'sha xatolarga yo'l qo'ymasligi mumkin. Bu hurmatga loyiq. Ha, men ham bunga qo'shilaman, lekin bizning jamiyat shundayki, odamni hamma narsada uyaltirmoqchi bo'ladi. Yaqinda bizdagi bir qiz kanalga intervyu berdi. U yuzini yashirib gapirdi, lekin hayotida nimalar bo'lganini aytib berdi. Majburan abort qilgani, o'g'irlik qilgani, bu qo'rqinchli. Uni hayotida juda qo'rqinchli yo'qotishlar bo'lgan va u buni afsus va pushaymon bilan gapirib berdi. Chunki boshqa qizlar uning ayanchli taqdirini takrorlamasin deb. Lekin unga qanday kommentariyalar yozishdi deysiz? Qanday bunaqa gapirasan, o'lib ket, giyohvand va hokazo. Qiz esa o'z hayotini o'zgartiryapti, odamlarni ogohlantiryapti. Bolalar u tomon bormang deyapti. Lekin aksincha, uni qattiq tanqid qilishdi. Natijada qiz menga qo'ng'iroq qildi va uning ahvoli juda yomon edi. Qiz qattiq psixologik holatda yig'lab, men bilmayman nima qilishni. Meni heyt qilishyapti, kommentlarni o'qiyapman dedi. Odamlar juda yovuz va bu borada hali ham yetarlicha bilimga ega emas. Men ham YouTube yuritaman, bilasiz, bu ham bir psixologik o'sish. Sizda ham shunaqa kommentlar bo'ladimi? Noto'g'ri ish qilyapsiz degan ma'noda. Ha, juda ko'p, har xil gaplar bo'ladi. Kimdir aytadi, u narkotik iste'mol qilgan bo'lsa, u hech qachon o'zgarmaydi deb. Yana aytishadiki, sobiq narkomanlar bo'lmaydi deb. Albatta, qaramlik kasalligi surunkali hisoblanadi, lekin odam hushyor qolishi ham mumkin. Bilasizmi, bizda 20 yildan beri hushyor yurgan yigitlar bor. 18 yildan beri hushyor bo'lganlar ham bor. Ular hayotini juda yaxshi o'zgartirishgan. Bolalar tug'ilyapti, bizneslar rivojlanmoqda va hokazo. Bizning xalq hali narkologiya va narkomaniyaga yangicha qarashni endi boshlayapti. Ba'zan odamlar bolalarini olib keladi-da, siz ularni bog'lab elektroshoker bilan urasizmi deydi. Shunda men aytaman, siz ko'p kino ko'rib yuborgansiz yoki eski SSSR davridamiz deb o'ylayapsiz. Qabul qiluvchi qaramlar orasida ham kimdir, ha, men iste'mol qilaman, lekin menda hammasi yaxshi deb o'z illyuziyasida yashaydi. Turli-tuman izohlar bo'ladi. Men esa ularni umuman o'qimaslikka harakat qilaman. Klinikalaringizda umuman ko'p odam davolanadimi? Chunki o'tgan intervyuda bitta klinikangiz bo'lgan, hozir esa ikkita. Ha, hozir ikkita klinika, ikkita reabilitatsiya markazi bor. Muammo bor albatta. Davolanish anonim, lekin raqamlarni aniq ayta olmayman. Hech bo'lmasa taxminan bu yiliga minglabmi yoki 10 minglabmi?
Hozir aytadigan bo'lsam, hozirda bitta reabilitatsiyada 30 nafar odam, ikkinchisida 28 nafar odam davolanmoqda. Ular 6 oylik kursni o'taydi. Lekin bu reabilitatsiya va reabilitatsiyaga detoksdan o'tganlarning faqat 10% kiradi. Chunki ko'pchilik muammoni inkor qilish holatida. Ular kelishadi, bu qilishadi-da, men o'zim o'z kuchim bilan yengaman deydi va ketib qoladi. Reabilitatsiyaga yetib kelish uchun vaqt kerak. Chunki avval ota-onasi uni detoksga olib keladi. Kuchli irodasi bilan uddalaydi deb o'ylashadi. Keyin hatto muqaddas joylarga, umraga olib borishadi. Keyin uyda yashirishadi. Har kim qabul qilish bosqichini o'tishi kerak. Juda kam ota-onalar ham bor, olib kelib bir yo'la to'liq davolash kompleksini tanlaydigan. Shuningdek, ambulatoriya bemorlari ham keladi. Masalan, 3 kun ichib yuboradi. Kelib sistemaga oladi. Bir sutka o'tadi, yana ketadi. Yoki buni biz marafon deymiz. 3 kun mefedron iste'mol qiladi, kelib sistemaga oladi va yana chiqib ketadi. Yaqinda bir qiz keldi. Hozir mefedron moda-ku, u esa Instagramda yozyapti. 3 kunlik marafonga keldim, sistema oldim, hammasi joyida. Bu deyarli reklama kabi desak ham bo'ladi. Keyin uning dugonalari ham bizga kela boshladi. Bu xuddi zo'rday. Ular bizning sistemalarni suratga olishdi. Go'yoki kayf qilish mumkin, faqat to'g'ri tartibda degan kayfiyatda tarqatishdi. Bu dahshat aslida. Men bundan hayratda qoldim. Demak, shunday jarayon bor. Avval test, keyin ular kelib sistema olishadi. Detoks. Keyin esa reabilitatsiya. Test majburiy emas. Odatda bizga kelgan yigitlar o'zlari aytishadi, nima iste'mol qilganini. Lekin agar odam nima qabul qilganini tan olishdan bosh tortsa, biz uni ota-onasining roziligi bilan testdan o'tkazamiz. Asosan ular tushunishadiki, davolash turini tanlash uchun biz u nimani iste'mol qilganini bilishimiz kerak. Chunki opioid iste'mol qiluvchilarga bir xil usul, sintetik moddalarni iste'mol qiluvchilarga esa boshqacha yondashuv kerak. Umumiy olganda esa standartlar deyarli bir xil. Uzr so'rayman, gapingizni bo'ldim. Oldin shunda uyatli tizim, mexanizmlar ham bor edi. Odamni ro'yxatga qo'yishar edi, narkologik hisobga qo'yish va hokazo shunga o'xshash narsalar. Shu narsalar ham odamni test topshirishdan yoki davolanishdan to'sib qo'yadi deb o'ylayman. Hozir hammasi anonim. Bizda ham davlat muassasalarida ham anonim. Shundaymi? Ha, dastlabki davlat darajasida yordam ham anonim ko'rsatiladi. Faqat agar odam muayyan muddat ichida 2 martadan ortiq murojaat qilsa, keyin hisobga olishlari mumkin. Qolgan hollarda barchasi anonim. Agar anonimlik bo'lmaganida qaram odamlar klinikaga umuman kelishmas edi. Vaziyat esa juda og'ir bo'lardi. Biz bemorlarimiz haqidagi ma'lumotlarni hech qayerga bermaymiz. Agar davlat organlari yoki advokatlik tashkilotlaridan rasmiy so'rov bo'lmasa, anonimlikni saqlaymiz. Ba'zan esa hatto oilalari ham qarshi chiqadi, yaqinlarining suratga tushirilishiga. Chunki ular uchun bu juda uyatli. Shu sababli biz ham shunday ishlaymiz. Odam tuzalganini ko'rsatadigan mezon bormi? Mezoni afsuski yo'q. Chunki Masalan, 6 oy iste'mol qilmadi, 1 yil yoki 10 yil dori qabul qilmadi deyish mumkin emasmi? Yoki bu yaralar hech qachon butunlay bitmaydimi? men oldin ham aytdim, qaramlik bu surunkali kasallik. Odam 10 yildan keyin ham dori iste'moliga qaytib ketishi mumkin. Shuning uchun dasturga rioya qilish juda muhim. Doim o'z ustida ishlash, o'z tamoyillariga amal qilish zarur. Masalan, bir yigit 3 yil hushyor bo'lgan. U o'zini endi dorini qabul qilishim mumkin deb o'yladi va bu ulkan xato bo'ldi. Har bir qaram bilishi kerak. Nazorat imkonsiz. Unga umuman qayta iste'mol qilish mumkin emas hech narsani, chunki bu uning ongini o'zgartiradi. Na alkogol, na o't-o'lan hech narsani iste'mol qilmasligi kerak. Odam yoki hushyor bo'ladi yoki baribir bir kun o'sha chohga yiqiladi. Ko'p omillar ta'sir qiladi. Odam reabilitatsiyadan keyin hushyor qoladimi yoki yo'qmi? Shu sababli uning oilasi bilan hamroh qaramlikda yashaydiganlari bilan ham ishlash juda muhim. Bizda jarayon qanday kechadi? Avval detoksikatsiya, keyin reabilitatsiya, so'ngra 3-bosqich resotsializatsiya. Resotsializatsiya bu odam biz bergan katta bilim bazasi bilan jamiyatga qaytganida boshlanadi. Biz unga jamiyatda qayta joylashishga yordam beramiz. Qanday qilib yordam berasiz? Ular har kuni bizga davolangani kelishadi. Biz oilaviy vaziyatlarni muhokama qilamiz. Chunki oila bilan aloqa o'rnatish juda qiyin bo'lib qoladi. Bemor yoki bola 6 oy ichida reabilitatsiyada juda o'sadi, o'zgaradi. Ota-onalarda ham vaqt shunday o'tadi, lekin ular ba'zan bemorni qaytishidan qo'rqib qolishadi. Ba'zan ota-onalar farzandining qaytishidan qo'rqishadi. Endi ular o'zlarinikini eslashadi. Bugun bir holat bo'ldi. Huzurimga bir qiz keldi. U erini abyuzer, alkogolga berilgan, uni doim urgan odam sifatida eslaydi. Bugun esa u o'sha bilan birga keladi. U tinch ovozda gaplashadi, psixologik atamalar bilan so'zlashadi, lekin qiz buning hech qaysisiga ishona olmaydi. U ishonmayman deydi. Qarindoshlari ularni o'sha holatga qaytarmaydimi? Chunki ular o'z barqaror dunyosida yashayapti. Juda tez ko'p bo'ladi. Ko'p hollarda bo'ladiki, bemor klinikadan davolanib chiqadi.
Ular unga mashina, kvartira olib beradi yoki Turkiyaga yuborishadi. Albatta bu yana bir mas'uliyatsizlikni paydo qiladi. U yana ko'p marta hushyorlik holatini yo'qotadi. Ba'zan u eski hayotni doimiy yuziga solishadi. Sen narkomanligingcha qolasan kabi. Chunki eski ranjishlar ustida to'liq ishlanilmagan bo'ladi. Va ular buni farzandlarida aks ettiradi. Farzandi esa hayotini o'zgartirmoqchi, lekin atrofdagilar unga shunday deyishyapti va uning o'zgarishiga bo'lgan motivatsiyasi ham umuman qolmaydi. Shuning uchun biz doim bemorlarimizdan avvalo o'zlari uchun o'zgarishini talab qilamiz. Agar sen hushyor bo'lsang, sen bilan hammasi yaxshi bo'ladi. Natijada atrofing ham o'zgaradi. 3-bosqichda biz ularni ijtimoiylashuvga olib chiqamiz. Bir-birimizga oila kabi yordam beramiz. Masalan, 14-sanada biz tog'larga sayohat qilamiz. Bizni bitta oila deb hisoblash mumkin. Biz bir-birimizga oilaviy muammolarni yengishda ham yordam beramiz. Odam tuzalib chiqadi. Odam tuzalib chiqadi va masalan oilasini tark etadi. Bunday holatlar qanchalik tez-tez sodir bo'lib turadi? Siz separatsiyani nazarda tutyapsizmi? Ha, balki separatsiya holati bo'lishi mumkin yoki ajralishlar bo'lishi mumkin. Deylik, er bilan xotin birgalikda yashashni to'xtatishi holati. Ha, bunday hollar yetarlicha tez-tez bo'lib turadi. Doriga qaram odam oilada bo'lganda u masalan ayolga yetkazgan zararlarni kechirish qiyin. Ba'zan bu nikohlarni tiklash juda murakkab va ko'p ish talab qiladi. Yangi munosabatlarni tiklash ustida ishlash kerak. Men ko'pincha oilaviy psixologni tavsiya qilaman. U munosabatlarni qayta qurishga yordam beradi. Bizda ko'plab ajralishlar yuz beradi, lekin men har doim separatsiyani qo'llab-quvvatlayman. Odam mustaqil bo'lib, o'z javobgarligini o'zi bo'yniga olib yurishini xohlayman. Kamida muhitni o'zgartirsin, shundaymi? Hatto u siz bilan yashasa ham, men har doim aytaman, muzlatgichni 2ga bo'lib qo'ying. U ham o'ziga javobgar bo'lsin, lekin bu shaxsning tipiga bog'liq. Ba'zilar kattalarga xos mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan tip. Bundaylar yolg'iz yashashi yaxshi. Agar shaxs hanuz bolalarcha bo'lsa, yolg'iz yashashi mumkin emas. Reabilitatsiya aynan shuni maqsad qiladi: odamning psixologik yoshini o'stirish. Keyin sizga shikoyatlar bo'lmaydimi? Biz uni davolagandik va hokazo deb. U noqulay bo'lib qoldi deyishadi. Masalan, bizda bir yigit bor, u davolanib hushyor bo'ldi, lekin uning rafiqasi unga alkogolga bo'lgan qaramligi orqali uni butun umr boshqarib kelgan. Endi u o'z chegaralarini himoya qila boshlagach, ichmay qo'ygan va rafiqasi uchun u noqulay insonga aylangan. Ayol esa bundan asabiylashyapti. Endi u erini bu yerga kelishini ham xohlamayapti, chunki bu unga yoqmayapti. Chunki u o'z ustida ishlamoqchi emas. To'g'ri, shunday oson yo'l bilan manipulyatsiya qilish ham mavjud. Deylik, yoningizga 100 kishi kelgan bo'lsa, ulardan nechtasi oxirigacha yetib boradi va kamida 3-6 oy yoki 1 yil davomida hech qanday dori qabul qilmay yuradi. Bilasizmi, bu juda katta foiz. Ba'zan yaxshi yakunlovchilar bo'ladi. Ba'zida zaifroq yakunlovchilar ham uchraydi. Rostini aytsam, hozirgi oxirgi yakun juda yaxshi bo'ldi. 10 kishidan 9 nafari biz bilan markazda qolmoqda. 4 oydan beri hushyor, o'z ustida ishlayapti, qadamlarini yozmoqda. Bu meni xursand qiladi. Umuman olganda aytishadiki, statistikaga ko'ra 2 yil ichida o'rtacha 10% odam hayotini butunlay o'zgartiradi. Yana 50-50 deyiladigan ko'rsatkich ham bor. Agar odam dasturdagi barcha tavsiyalarga amal qilsa, xavfsizlik chegaralarini buzmasa, qadamlarini yozib borsa, albatta hushyor qoladi. Davolanganlardan qancha foizi keyin yana qaytib keladi? 30% qaytib keladi. 30% qaytadi va yana rehabga tushadimi? Ha, shunday. Kimlargadir bitta reabilitatsiya yetadi. Kimlargadir esa qayta yiqilish tajribasi kerak bo'ladi. Chunki yiqilish ham tajriba. Odam shunda tushunadiki, endi boshqa iste'mol qilmaslik kerak. Ular qaytib kelib, endi yanada ongliroq ishlaydi. Qayerda mexanizmi ishlamaganini izlaydi. Qayerda boshqa qaytib iste'mol qilmayman degan illyuziyada bo'lganini ko'radi va buni ustida ishlaydi. O'rtacha davolanish qancha turadi? Bu o'rtacha 3 bosqichdan iborat. Mana shu 3 ta bosqich masalan. Masalan, O'zbekistonda detoksikatsiya xususiy klinikalarida kuniga 506 ming so'm atrofida turadi. Demak, ular 6 oy qolishadi. Yo'q, detoksikatsiya o'rtacha 10 kun davom etadi. U 10 kunlik jarayon, o'rtacha 6 million so'm bo'ladi. Ichiga ovqatlanish va dori-darmon kiradi. Reabilitatsiya esa kuniga 500 ming so'm atrofida. Bu ovqatlanish, psixologlar ishi va boshqa faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Bu yerda odamlar deyarli bo'sh vaqt topmaydi. Ertalab uyg'onish, nonushta, badan tarbiya, treninglar, ma'ruzalar, psixologlar bilan ishlash, tahlillar va hokazo. Xullas, kechki 11-12 gacha. O'rtacha shunaqa narx. Ular reabilitatsiyada qancha vaqt davomida davolanishadi? Reabilitatsiya kursi 6 oy. 6 oy? Bunga qancha pul ketadi taxminan? Oyiga 15 million so'mmi? Taxminan shunday. O'rtacha 6 oyda 10-15 ming dollar atrofida tushadimi? Yo'q, nimaga endi 15 ming? Butun kurs narxi. Narx 6 oyga shunday hisoblanadi. Ya'ni o'rtacha 10 ming unda.
6,5 ming 7 ming atrofida. Nimaga narx kuniga hisoblanadi? Nega oy uchun emas? Bu bir oy bo'lsa, ha. Men hozir O'zbekistondagi o'rtacha narxlarni aytyapman. Ba'zi joylarda oyiga 15 million, ba'zi joylarda hatto 40 million so'mgacha chiqadi. Xuddi shunday Rossiyada va butun dunyoda ham turlicha. Nega narx shuncha farq qiladi? Bu asosan muassasaning darajasiga bog'liq. Umuman olganda bu rehab biznesi qanchalik axloqiy deb o'ylaysiz? Barchasi uning qanday tashkil etilganiga bog'liq. Menda o'z tamoyillarim bor. Albatta xodimlar oliy ma'lumotli bo'lishi kerak. Shifokorlar, psixiatrlar bo'lishi mutlaq shart. Bizda shifokorlar, narkologlar, psixiatrlar, addiktologlarning hamkorlikdagi ishlari olib boriladi. Addiktologlar esa har doim ham oliy ma'lumotli bo'lmaydi. Ular faqat reabilitatsiya markazlarida ishlasa, masalan, Rossiyada bu ko'proq yarim kulrang sxemalarga o'xshaydi. Ya'ni litsenziyasiz uy ochib, ilgari qaram bo'lganlarni tajribasi asosida qo'yishadi-da, ular qandaydir narsani o'rgatadi. Ha, bu qora rehab deyilarkan. Men esa shunday qildimki, mening markazim bu tibbiy muassasa. Bu yerda malakali xodimlar bor, qo'riqchilar bor, oshpazlar ham bor. Chunki Rossiyada masalan bemorlarni o'zlarini ovqat tayyorlashga o'rgatishadi. Bu trening sifatida foydali, lekin bizda xavfsizlik uchun kuzatuvchilar, qo'riqlash xizmati va albatta shifokorlar, psixiatrlar doimiy ishtirok etadi. Barcha psixologlar ham oliy ma'lumotli. Men nimaga so'rayapman? Biznes va biznesmenlarning o'ziga yarasha rag'batlari yoki aksincha to'siqlari bo'ladi. Rehab biznes modelida rag'batlar asl niyatlar bilan mos kelmaydiganday tuyulmaydimi sizga? Bilasizmi, har kimning o'z qarashi bor. Men uchun reabilitatsiya bu ko'proq ijtimoiy ruhiy yo'nalish, ya'ni odamlarga yordam berish. Men odamlarning minnatdorchiligini ko'rsam yoki sobiq bemorning onasi qo'ng'iroq qilib meni to'yga taklif qilsa, men uchun eng katta mukofot shu. Har bir reabilitatsiya tashkilotchisining o'z tamoyillari bor. Kimdir ovqatdan tejaydi, kimdir boshqa narsadan. Men esa bolalarimiz uchun hamma narsani imkon qadar to'liq qilishga harakat qilaman. Chunki men uchun bu oddiy biznes emas. Umuman olganda hozir O'zbekistondagi yaxshi reabilitatsiya markazlarini aytadigan bo'lsam, ularning barchasi ko'proq ruhiy tamoyillarga amal qilishadi. Chunki men ularning rahbarlarini bilaman. Ularning har biri bir paytning o'zida qaramlik muammosiga duch kelgan. Shu sababdan buni O'zbekiston uchun sof biznes deb atamasdim. Lekin hamma uchun gapira olmayman. Lekin baribir foyda keltiradi-ku, to'g'rimi? Ha, albatta foyda keltiradi. Balki fondlar yordam berar yoki davlat mablag'i qo'shilar. Yo'q, afsuski davlat yordam bermaydi. Foyda chiqsa ham agar markazni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, uni qayta klinikaga, reabilitatsiya jarayonini yaxshilashga sarmoya qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki jarayonni doimiy ravishda takomillashtirib turish lozim. Kadrlarni ham muntazam o'qitish kerak. Afsuski Toshkentda qaramlik muammosi bo'yicha yaxshi mutaxassislar yo'q. Ularni Rossiya yoki Qozog'istondan olib kelishga to'g'ri keladi. Bu ham qimmatga tushadi. Kelishish kerak bo'ladi. Masalan, men o'z xodimlarimni Moskvaga malaka oshirish uchun yuboraman. Chipta, yashash hammasi xarajat. Reabilitatsiyani doim rivojlantirish kerak. Bu esa tashkilotchining o'ziga bog'liq. U sarmoya qilishni xohlaydimi yoki yo'qmi? Albatta, xohlasa 4 ta qo'riqchini qo'yib bemorlarni yopib qo'yish mumkin, lekin bu ish emas. Bunday uy reabilitatsiya uzoqqa bormaydi. Sizda hech shunday bo'lganmi? Masalan, kimningdir yaqin qarindoshlariga qaranglar, bolani bu yerga olib kelmanglar, unga baribir yordam bera olmaymiz, bekorga pul to'lamang, 3-marta qaytib kelyapti, men yordam bera olmayman, pulingizni ham bekorga sarflamanglar deganmisiz? Voz kechganmisiz hech? Yo'q, men har doim eng og'ir bemorlarni qabul qilaman. Biz bu mavzuda bosh shifokorimiz bilan tez-tez tortishib qolamiz, chunki men uchun aynan eng og'ir holatlardagilar ko'pincha o'zgaradi. Men aslida murakkabligi haqida emas, balki shuni nazarda tutyapmanki, odam qayta-qayta sindi, qaytib keldi. Qarindoshlari esa hamma narsasini berishga tayyor. Bu oila uchun moddiy zarar. Deyarli barcha narsasini sotib tugatishdi. Kvartirasini sotishdi, mashinasini sotishdi, qo'llaridan kelganini sotib yuborishgan. O'zlari esa oxirgi kunlarini zo'rg'a o'tkazyapti. Shunga qaramay uni 3 yoki 4-marta qayta olib kelishadi va yana $10,000 to'lashadi. Va Bu ikki tomonlama masala. Men uni ko'chaga tashlab qo'ya olmayman. Agar ular uni xavfsiz hududga, reabilitatsiyaga joylashtirmoqchi bo'lsa, hech bo'lmaganda u bizda bo'lgan davrda hushyor va tirik bo'ladi. lekin unga baribir yordam bermayaptimi? Ular hammasidan ayrilib bo'lishgan-ku. Bunday emas. Bunday holatlar yo'q. Menda bunday voqealar juda ko'p. Mana, hozir bizda 55 yoshli bir kishi yotibdi. U 4 marta reabilitatsiyadan o'tgan. Dastlabki 2 oyda men ham bo'ldi deb o'yladim. 3-oyda u birdaniga o'zgara boshladi. Hozir unga teng keladigan odam yo'q. U o'zi aytayapti, meni ongim ochildi va men ko'ryapmanki, u o'z ustida ishlayapti, intilyapti. Oldin esa u faqat xafa bo'lib, barchasini inkor qilib yurardi. Hamma aybdor edi u uchun, lekin u birdan o'zgarib ketdi. Hech kim bilmaydi qachon yo'qolishini. Kimdandir bitta reabilitatsiya kifoya qiladi, kimdandir esa 17tasi kerak bo'ladi.
Men bir odamni bilaman. U 40 yoshida 30 marta reabilitatsiyadan o'tgan. Yo'q, 30 marta faqat o'sha odam ortiqcha puli bo'lsa, oilasi bundan aziyat chekmayotgan bo'lsa, bo'lishi mumkin. Lekin agar ular hammasini sotib yuborishgan bo'lsa, kvartirani ham sotishgan bo'lsa, baribir pulni reabilitatsiyaga olib kelishsa, lekin odam umuman o'zgarmasa, bunday paytda siz rad etasizmi yoki yo'q? Yo'q, bundaylar yo'q bizda. Qanday yo'q bo'lishi mumkin? Bunday hollardan millionlab bor. Biz oldindan bilmaymiz axir o'zgaradimi yoki yo'qmi. Mana bizda bir yigit bor. U 7-marta kelganida o'zgardi. Lekin siz o'zingiz duch kelganmisiz? Masalan, mana bizning oxirgi pullarimiz, hammasini sotib yubordik, iltimos yordam bering deb kelishgan hollarga. Biz imkon qadar yordam berishga harakat qilamiz. Bundan tashqari bizda reabilitologlar tili bilan aytganda 7-an'ana bo'yicha bemorlar ham bor. Ya'ni bepul qabul qilinadiganlar. Har bir reabilitatsiyada shunday prinsip mavjud. Har bir reabilitatsiya markazida 1-2 bemor bor. Ular bepul davolanadi. Albatta ba'zida rad etishga to'g'ri keladi, chunki hammani qutqara olmaymiz. Masala u o'zgaradimi yoki yo'qligida emas. Masalan, odam keladi, onasi yig'lab pul yo'q, lekin yotqizishimiz kerak deydi. Ammo bu yerda majburiy rad etishga to'g'ri keladi. Chunki biznes model oddiygina ushlab tura olmaydi. Chunki baribir uni o'zining tan narxi bor. Kimlargadir chegirmalar qilamiz, imkon qadar yordam berishga harakat qilamiz, lekin hamisha ham buning imkoni bo'lmaydi. Chunki aytishadi-ku, hammani qutqara olmaymiz. Ha, bu masalada biz ijtimoiy tashkilot emasmiz, lekin baribir o'zimiz ham pul tikamiz va hokazo. Lekin shundaki kimdir 5 marta reabilitatsiyadan o'tgan bo'lsa, qarindoshlari pul tiksa-yu, men undan voz kechsam, yo'q. Men hech bo'lmaganda unga 4-6 oy umrini saqlab qolib beraman. Agar men rad qilsam, u baribir o'ladi. Siz bitta uni qutqarasiz, lekin u tufayli 5 ta odam, masalan, oilasi hamma narsadan ayrilgan bo'lsa-chi? Men ulardan pulni tortib sug'urib olmayman-ku. Menga odam keladi-ku. Ularning sharoiti shunday bo'ladi. Siz pulni tortib olmaysiz albatta, lekin ular majbur sharoitda bo'ladi. Masalan, ularda qutqaruvchi sindromi yoki boshqa shunaqa narsa bor. Ular odamni tashlab qo'ya olishmaydi. Hammasi tugadi degan narsani qabul qila olishmaydi. Bilasizmi, bu hamisha turlicha bo'ladi. Mana misol aytaman. Bir qizimiz bor edi. 2-chi reabilitatsiyaga kelgandi. 4-oyida ota-onasi uni olib ketmoqchi bo'lishdi. Pul tugagan deyishdi. Qiz esa hali beqaror edi. Biz o'zimizning hisobimizdan unga 3 hafta qo'shimcha davolanish berdik. Chunki kim o'zgaradi, kim o'zgarmaydi, oxirigacha hech qachon bilib bo'lmaydi. Mana hozir ham bizda reabilitatsiyalar bo'yicha rekordchi yigit yotibdi. U 17 ta psixiatriya shifoxonasida yotgan. 4-5 ta reabilitatsiyani ko'rgan. U butun O'zbekistonda mashhur. Hamma reabilitatsiyalar uni taniydi. Hozir u bizda yotibdi. Oilasining moliyaviy ahvoli yaxshi, lekin men baribir ishonaman, u o'zgaradi. Aqli joyida, hushyor. Albatta, agar odamda aqliy salohiyat saqlanmagan bo'lsa yoki qo'shaloq tashxisi bo'lsa, biz umuman bundaylarni olmaymiz. Hatto pul to'lashsa ham, chunki ular butun guruhni buzib yuboradi. Lekin agar odamning aqli joyida bo'lsa, ruhiy kasalligi bo'lmasa, oilasi shunga majbur. Unda, biz u bilan ishlaymiz. Men doim bemorning yaqinlariga umumiy ma'lumotni yetkazishga harakat qilaman. Masalan, O'zbekistondagi reabilitatsiyalar bor. U o'rtacha shuncha turadi. Rossiyada esa narx quyidagicha kabi. Rossiyada ularning narxi biroz arzonroq. Ular u yerda arzonroq. Chunki ularning ishlash prinsipi boshqacharoq. Masalan, istasa Sibirga jo'natsin. U yerda narx umuman juda arzon. Chunki menimcha sharoitlar haqida o'ylash shart emas. Bizda esa o'zbekcha odat bor. Sharoiti qanaqa ekan, nima yeyapti ekan, qanday havodan nafas olyapti kabi doimiy giperg'amxo'rlik. Menga bittasini onasi qo'ng'iroq qilyapti. Bugun u ovqat yedimi? Men aytdim, men uning orqasidan qarab yurmayman. U hamma kabi giyohvand, shu tufayli deyarli o'lar ahvolda shu yerga kelgan. Yedi yoki yemadi, bu uning o'z javobgarligi. Ular esa meni o'z qo'llari bilan men orqali bolalarini tarbiyalashmoqchi bo'lishadi. Reabilitatsiyadan chiqqandan keyin ham xuddi shunday. O'zlari biror gap aytishga qo'rqishadi. Men vosita qilishadi. O'z farzandlarini tarbiyalashda qilgan xatolarini mening qo'lim bilan tuzatmoqchi bo'lishadi. Bu aynan qanday yuz beradi? Deylik, u reabilitatsiyadan chiqadi. Ular esa men orqali uni nazorat qilmoqchi bo'ladi. O'zlari nimadir deyishga qo'rqadi va bolasining tarbiyasini menga yuklamoqchi bo'ladi. Bu tez-tez sodir bo'lib turadi. Ya'ni ular sizga qo'ng'iroq qilishadi va so'rashadimi? U qanday, sizga qo'ng'iroq qildimi, nimalar dedi deb? Bundan juda charchaysiz. Masalan, uni men olmasam, deylik, oilasi oxirgi narsalarini sotganda, uni baribir boshqa reabilitatsiya markazi qabul qiladi. Ya'ni biz hech qachon oxirigacha bilmaymiz, u o'zgaradimi, yo'qmi, hech qachon. Hatto u barcha bilim bazasini olib yaxshi ketayotgan bo'lsa ham, jamiyatda unga qanday triggerlar ta'sir qilishini biz hech qachon bilmaymiz. Bizda bir qiz bo'lgan, uni majburiy ravishda muddatidan oldin olib ketishgan.
Men o'yladimki, u hatto taksigacha ham hushyor bo'la olmaydi. Lekin u mana 2-yil hushyor yuribdi. Juda og'ir edi. Qachonlardir juda og'ir qiz edi. Ha, turli sinovlardan o'tgan, dasturni qadrsizlantirgan. Ammo hushyor yuribdi. To'satdan jamiyatda ongli bo'lib qoldi. Birdan qo'rquv qadriyat hissi paydo bo'ldi. Yana shunday bolalar borki, dastur bo'yicha juda yaxshi ketgan, katta bilim bazasiga ega bo'lgan, ular hatto vazifalarni yaxshi bajargan, lekin tashqariga chiqqanda uddalay olishmagan. Hamma narsa har xil bo'ladi. Siz aytdingizki, biz ijtimoiy tashkilot emasmiz deb. Sizga davlat biznes sifatida qandaydir imtiyozlar beradimi yoki qandaydir fondlar yordam beradimi? Rossiyada xususiy fondlar bor. Rossiyada narkologiyaga biroz boshqacha munosabat bor. Odamlar o'zlari ularga pul qo'yib fondlarni qo'llab-quvvatlashadi. Bizdachi? Bizda bunday narsa yo'q. Demak, siz faqat o'z mablag'ingiz hisobidan faoliyat yuritasiz. Sizda hech qanday soliq yengilliklari, imtiyozlar yo'q. Siz biznes model dedingiz, shu so'zning o'ziyoq meni hayratga soldi. Hech bo'lmasa elektr uchun biror yordam berishsa yomon bo'lmasdi. Har oy elektr uchun chiqadigan narxlar juda katta. Ha, biz hali hujjat topshirmadik rostini aytsam. Menimcha biz qandaydir imtiyozlarga tushishimiz ham qiyin. Nega? Axir siz ezgu ish qilyapsiz-ku. Masalan, biz ta'lim bilan shug'ullanamiz. Bizga soliq yengilliklari bor. Biz oddiy tibbiyot litsenziyasi ostida ishlaymiz. Biz tibbiyot tashkilotimiz. Oldin tibbiyot tashkilotlari QQS to'lamasdi. Hozir esa to'laydi. Ya'ni biz hammasini to'liq to'laymiz. Hozir endi hech qanday imtiyoz yo'q. Biz oddiy tibbiyot tashkilotimiz. Unda narkologiya ham, jarrohlik ham bor. Bu masala o'zi ko'tarilganmi hech? Umuman olganda oldin tibbiyot tashkilotlariga ma'lum imtiyozlar berilgan. QQS olib tashlangan, asbob-uskunalarni bojxona bojsiz olib kirish imkoniyati bo'lgan, lekin vaqt o'tishi bilan bular yopilib ketdi. Albatta, biz hozir qaramlik muammosini yoritayapmiz. Bu mavzuni ko'taryapmiz. Kelajakda albatta shu bo'yicha murojaat qilamiz. Sizlarda masalan qulay bo'lmagan odamlarni reabilitatsiyaga yopib qo'yish holatlari bo'lganmi? Yo'q, bizda boshqacha holatlar bo'lgan. Masalan, uyda kelishmovchilik. Xotin erini izolyatsiya qilishni istaydi. U nima deydi shunda? U narkotik iste'mol qiladi va hokazolar deydi. Lekin biz nima bo'layotganini ko'rib bilib turamiz. Bizga esa ortiqcha janjallar kerak emas. Ba'zan esa aksincha, ona qizidan ajratib qo'ymoqchi bo'ladi va uni reabilitatsiyaga joylashtirmoqchi bo'ladi. Har xil holatlar bo'ladi. Lekin umuman olganda biz qat'iy qoidalar asosida ishlaymiz. Biz tezroq reabilitatsiyaga yotqizib olishimiz kerak degan asosdan yiroqmiz. Keluvchilar oqimi uningsiz ham to'xtamaydi. Doriga qaramlar bizda yetarlicha. Oilaviy mojarolar esa bizga umuman kerak emas. Bu Rossiyada boshqacha. U yerda reabilitatsiya markazlari juda ko'p. Ular o'rtasida raqobat kuchli. Bizda esa unday emas. Har kimning o'z bemorlari bor. Hammasi odatiy hol. Biz boshqa reabilitatsiya markazlari bilan ham ochiqchasiga normal muloqot qilamiz. Dolzarb muammolarni muhokama qilamiz. Tajriba almashamiz. Bu biz uchun tabiiy hol. Lekin siz aytyapsizki, sizda ichkarida juda savodli mutaxassislar ishlaydi. Men ko'p videolarni ko'rib chiqdim, jumladan rossiyaliklar haqidagi. Ba'zan u yerda odamlarga juda qo'pol munosabatda bo'lishar ekan, majburlashar ekan. Natijada ba'zilari u yerdan yanada yomonroq holatda chiqib ketadi. Reabilitatsiyalar turlicha. Ba'zilar terapevtik hamjamiyat bo'ladi. Ba'zilar motivashka. Ya'ni motivashkada qattiqroq uslublar bilan ishlaydi. Hozir aytganingizdek. Lekin bizda O'zbekistonda bunday usullar yo'q. Bizda asosan hammasi sevgi va g'amxo'rlik bilan olib boriladi. Bizning usullar quyidagicha. Masalan, ma'ruza yozmasa ham, masalan, sigaret chekishni taqiqlaymiz yoki film tomosha qilishni bekor qilamiz. Ya'ni kimdir xato qilsa, oqibatini yengilroq tarzda his qiladi. Biz shunday yo'nalishga amal qilamiz. Insonga nima uchun bu kerakligini tushuntirish orqali yetkazamiz. Qo'l ko'tarish mutlaqo taqiqlangan. Mutaxassislarni esa Rossiyadan olib kelishga to'g'ri keldi. Menda mahalliy yigitlar bor, lekin asosiy dastur rahbari Rossiyadan. Yana bir nechta mutaxassisni Qozog'istondan va Rossiyadan olib keldim. Bosh shifokorimiz esa juda noyob inson, katta tajribali narkolog, oliy toifali shifokor. Bu borada juda omadimiz keldi deb ayta olaman. Bunday darajadagi mutaxassisni bu yerdan topish juda qiyin. Ba'zan bemorning o'zi podlomka holatida bo'lib, tan jarohatlari ham yuz beradigan holatlar ham bo'ladimi? Bizda deyarli har kuni shunday holatlar uchraydi. Rostdanmi? Qanday qilib buni nazorat qilasiz? Majburiy kiyim ishlatiladimi? Yengil fiksatsiya, ha. Narkologiyada bu ruxsat etilgan. Biz bemorni fiksatsiya qila olamiz. Fiksatsiya nima? Uni qayergadir bog'lab qo'yishmi? Ha, kamarlar bilan. Lekin bu ko'pincha manipulyatsiya uchun bo'ladi. Meni chiqarib yuboring, hozir o'zimni kesib tashlayman va hokazo degan holatlarda. Lekin u odam psixozda, lomkada bo'ladi. Bunday holatda uni chiqarib yubora olmaymiz, chunki u chiqib ketib biror joyda dozani oshirib o'lib qolishi mumkin.
Shu sababli fiksatsiya ruxsat etiladi. Bu maksimal choramiz. Biz uni fiksatsiya qilamiz, dorilar bilan muvozanatga keltiramiz. Keyin u yana normal holatga keladi. Masalan, Xitoyda opium muammosidan odamlar katta miqdorda halok bo'layotganini tushunishganda, bu narkotiklarni juda qat'iy taqiqlashdi. Barcha chegaralarni yopishdi. Lekin natijada bu muammoni yanada kattalashtirdi. Bir necha barobar o'sdi. Shundan kelib chiqib aytmoqchimanki, dunyoda ayrim davlatlar bor. Ular yengil narkotiklarni legallashtirgan. Masalan, marixuana, qo'ziqorin va shunga o'xshash boshqa vositalarni. Xuddi shu Gollandiya yoki ayrim Yevropa mamlakatlari kabi. Bu butun Yevropada shunday hozir. Siz nima deb o'ylaysiz? Bunday choralar nima uchun qilinadi? Yengil narkotiklar erkin bo'lsa, bu narkomanlar sonini kamaytiradimi yoki og'ir narkotiklar kamayadimi? Bilasizmi, dunyoning har joyida o'z madaniyati bor, o'z hududlari bor. Masalan, Osiyoni olsak, Xitoyda qo'l kesishadi, o'lim jazosi bor. Faqat shunday. Vyetnamda ham, butun Osiyoda ham shunaqa. Agar MDH davlatlarini olsak, bizda asosan profilaktika. Agar Yevropani olsak, ularda esa legalize kabi usullar bor. Men shaxsan legalizega qarshiman, chunki bizning mamlakatda bunga ruxsat berib bo'lmaydi. Birini ruxsat qilsang, boshqasi ketidan keladi. Shuning uchun ham Yevropada ham legalizega qaramay narkomaniya keskin kamaygan deb o'ylamayman. Ular hamon sotadi. Mana hammamiz bilamiz, Amerikada hozir fentanil to'lqini ketmoqda. Bu eng og'ir narkotik. Xudo ko'rsatmasin bizga yetib kelsa, juda oqibati yomon bo'ladi. Bu yerda milliy omil ham bor. Bizda odamlar boshqalarning fikridan qo'rqadi. Amerikada odamlar o'tirib ukol qilib ochiqchasiga qabul qilishadi. Ular uchun normal. Bizda esa hamma yashiradi. Shuning uchun ham bizga mefedron ko'proq mos keladi. Odamni ko'proq suhbatdosh, ochiq, kirishuvchan qiladi. Shuning uchun ham men legalizega butunlay qarshiman. Siz faqat O'zbekistonda legalizega qarshimisiz? Ya'ni mentalitetimiz shundayligi uchun yoki umuman masalan Yevropadagiga ham qarshimisiz? Yevropa uchun gapira olmayman, lekin O'zbekiston uchun aniq aytaman, men qarshiman. Nima deb o'ylaysiz? Sizningcha ular buni nima uchun qilmoqda? Bilasizmi, menimcha umuman olganda legalize, turli jinsiy gomoseksuallarga ruxsat berish bularning bari bir fitna. Chunki insonni o'ldiradigan narsaga qanday qilib ruxsat berish mumkin? Men bunga qarshiman. Umuman olganda bu jamiyatning zaif qatlamini ajratib tashlaydi. Bundan tashqari bu baribir genetikaga ta'sir qiladi. Xohlaysanmi, xohlamaysanmi, marixuana chekkan odam ko'proq sust, sekin, befarq bo'lib qoladi. Hech narsa qilgisi kelmaydi. Ayrimlarida psixik kasalliklarni albatta qo'zg'atadi. Shu sababli men qarshiman. Lekin yaqinda men o'sha joylarda bo'ldim. To'g'risi, ahvol yaxshi emas. Yoshlarning deyarli barchasi, ayniqsa festival va shunga o'xshash joylarda deyarli har doim chekadi. Juda erkin. Garchi ba'zi tadqiqotlar bu depressiya kabi muammolarni kamaytirishini yoki yo'qotishini ko'rsatsa-da, ular aytadi-ku, marixuana shifobaxsh xususiyatlarga ega deb. Bilasizmi, aslida lirika ham dori. Ha, dori. Masalan, odamda kuchli xavotir yoki ruhiy moyillik bo'lsa, lirika unga kayf emas, davolash ta'sirini beradi. Ammo kayf olish uchun ichadigan odamga albatta kayf beradi. Har narsada shunday ikki tomonlama effekt bor. Aytgancha, lirika haqida gap ketdi-ku. Bir vaqtlar butun boshli lirika to'lqini bo'lgan, keyin esa pasaygandek bo'ldi. Nega shunday bo'ldi? Unda dorixona narkomaniyasi avj olgan edi. Dorixonalar o'zlari uni sotardi. Hozir esa dorixonalarda bu dorini topib bo'lmaydi. Lekin baribir saqlanib qolgan. Endi esa bu zakladkalar orqali. Oddiygina narkodo'konga kirganingizda u sizga mavjud moddalar ro'yxatini chiqarib beradi. U yerda tuzlarni olish tabletkalardan arzonroq tushadi. Qanaqasiga? Tuzni dorixonadan olish mumkinmi? Yo'q, telefondagi narkodo'konga kirganda u sizga tanlov beradi. Geroin, tabletkalar, burunga tomiziladigan sintetik tomchilar va hokazo. Ya'ni hozir hammasini o'zingiz tanlashingiz mumkin. Siz aytganingizdek, Yevropada odamlar ochiq-oydin iste'mol qiladi. Bizda esa hammasi birgina bosishda, hammasini topish mumkin. Bunday do'konni topish muammo emas. Legalize bo'ladimi, bo'lmaydimi, baribir telefon qo'lda. Ozgina pul topilsa bo'ldi, sotib olish mumkin. Men shuni aytmoqchimanki, qancha ko'p taqiqlansa, odamlarning qiziqishi ham shuncha oshadimi? Bu esa go'yoki quest o'yini kabi ko'rinadi. O'sha jarayonning o'zidan ham bolalar kayf olishadi. Shu tufayli Xuddi o'z vaqtida ichkilik uchun quruq qonun chiqqanda bo'lgani kabi. Natijada spirtli ichimliklar iste'moli oshib ketgan. Nega quruq qonunni ushlab turish qiyin? Chunki spirtli ichimlikni har qanday narsadan tayyorlash mumkin. Nastoydan, samagon, olchadan, behidan va hokazo. Spirtli ichimlikni deyarli hamma narsadan olish mumkin. Narkotiklar ham oxir-oqibat shunga keladi. Oldin ko'knori ekib, undan geroin tayyorlashardi yoki koka ekib, undan kokain olishardi.
Bular import edi. Boshqa davlatlar orqali, laboratoriyalar orqali kelardi. Juda qiyin jarayon bo'lardi. Hozir esa ozgina kimyoviy modda kifoya. Ikki narsani qo'shib yuborishning o'zi yetarli. Bir narsa o'tib ketadi, keyin yana boshqasi chiqadi. Endi import yo'q, hammasi mahalliy, qo'l ostidagi narsalardan tayyorlanmoqda. Shuning uchun taqiqlash qiyinlashib boradi. Shuning uchun men doim aytaman, eng avvalo ma'rifat kerak. Nodonlikka qarshi ma'rifat odamni oqibatini tushunishga majbur qilish, bu har bir insonning tanlovi. Ammo ma'rifat ko'pincha teskari tomonni ochib bermaydimi? Bu esa qanday qilib olib borilishiga bog'liq. Masalan, xorijiy tajribada ota-onalar qo'mitasiga katta vakolat beriladi. Bolalarni to'garaklarga olib boradi, turli faoliyat bilan shug'ullantiradi. Bizda ham bu so'nggi paytlarda yaxshi rivojlanmoqda. Bilaman, 220 ta universitet bor, hammasi yoshlar uchun sharoit yaratmoqda. Shu bois imkon qadar yaqinlaringizni sog'lom faoliyat bilan band qilish kerak. Lekin baribir jamiyatning bir qismi bo'ladi. Bo'rini qancha boqma, baribir o'rmonni ko'zlaydi, degandek narkotik iste'mol qiladiganlar chiqadi. Sizningcha tizimli ravishda bu muammoni qanday hal qilish mumkin? Qanday tomondan yondashuv qilgan afzalroq? Menimcha eng avvalo ma'rifat kerak. Albatta ta'lim ham muhim. Bizda kadrlar muammosi bor, mutaxassislar kerak. Bundan tashqari testlar juda muhim, profilaktik testlar. Agar odam har vaqt tekshirilishi mumkinligini bilsa, dori iste'moli ham ancha kamayadi. To'g'ri, hozir shunchaki o'tirib esladim, Braziliyaga borganimda favellalarga kirib qolgan edim. U yerda bolalarni kokainni qadoqlayotganini ko'rdim. Bu juda dahshatli manzara edi. Avvalo shunisi dahshatli ediki, ular shunchaki musiqa ostida bularni qilardi. Butun jarayon ifloslik ichida, axlat orasida va hammasi ko'z o'ngimda edi. Siz tasavvur ham qila olmaysiz, bular bizda qanday sharoitlarda ishlab chiqariladi. Men bularni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Yo'q, bizning mamlakatda demoqchiman. Ha, bizning mamlakatda. Bundan tashqari ayni shu kimyochilar, zakladchilar va administratorlar ham yoshlar. Ko'pincha 15-16 yoshdagi bolalar ishlaydi. Ularning aqli ma'lum sxema asosida ishlaydi. Ular shunga asosan harakat qiladi. Katta yoshli odamlar, masalan 30+ bunday ishga qo'l urmaydi. Ular oqibatlarini tushunadi, na qonuniy, na ma'naviy jihatdan. Shu bois bunday yoshlarni oson pul izlayotgan yoshlar qidirishmoqda. Bizning huquqni muhofaza qiluvchi organlar esa o'ylaymanki, zakladchilarni tutishni o'rganib olishgan. Masalan, Telegram kanallari va hokazolarni. Zakladchiklar bu oson almashtirish mumkin bo'lgan vosita. Birgina reklama e'lonini bersangiz 5 tasi paydo bo'ladi. Yigitlarga pul topa olasiz deb taklif qilishadi. Rossiyada esa aytishlaricha qo'lga tushganlar orasida zakladchiklarning ko'pi bizning mahalliy tojiklar, o'zbeklar, qirg'izlar va boshqalar ham bor. Bizning organ xodimlari imkon qadar hammasini bajarishga harakat qilmoqda, lekin bu ishni to'xtatish juda qiyin. Avval bu muammo ko'p yashirilardi va haqiqiy sonlar, moddalar haqida gapirilmas edi. Hozir esa men ko'p yig'ilishlarda qatnashaman. Ular ochiqchasiga muammo borligini aytishyapti. Tuz, mefedron va boshqalar haqida o'z tilida aytishmoqda. Menga ko'pincha prezident huzuridagi narkotiklar tarqalishiga qarshi tashkilotlar, Ichki ishlar vazirligi kabi tashkilotlar qo'ng'iroq qilib, universitetlarda, ba'zi maktablarda dars o'tishni taklif qilishadi. Men Belarusdagi Gubkina kabi joylardagi universitetlarda dars o'tganman. Xususiy maktablarga ham taklif qilishadi. Bizga yordam berishni so'raydilar va ma'lumot berishni iltimos qilishadi. Umuman olganda-chi, bu zararli moddalar manbasi qayer? Ular qayerdan bizga kirib kelyapti o'zi? Umuman olganda Qozog'iston va Qirg'iziston ayni paytda. Ilgarilari Oldin hamma narsa uchun Afg'onistonni aybdor qilishardi. Afg'oniston bu opiy uchun. Geroin ham asosan u yerdan keladi. Lekin sintetik moddalar asosan Xitoy bilan chegaradosh hududlardan keladi. Avvallari bu import edi, ya'ni tayyor mahsulot kelardi. Hozir esa bu oddiy kimyoviy moddalar prekursorlari. Ba'zi prekursorlar sanoatda ham ishlatiladi va ularsiz hech narsa qilib bo'lmaydi. Biror kichik prekursor olib kirilsa, u orqali kilogramlab modda ishlab chiqarish mumkin. Uni kuzatib borish juda qiyin. Bu ishda juda katta pul aylanadi. Shunchalik katta summalar borki, hamma yutqazadi. Kimdir dollarga sarmoya qilsa, katta daromad ko'radi. Ya'ni $1000 tikib, $10,000 pulga osongina ega bo'lasan. Bu yerda juda katta pullar aylanmoqda. Asosiy savdo kanali esa Telegram, shundaymi? Ha, Telegram. Endi sekin-sekin suhbatni yakunlaymiz. Balki ota-onalarga farzandlarining telegramlariga kirish huquqi bo'lishi kerakdir. Bu umuman mumkinmi yoki yo'qmi? Chunki hozirgi bolalar juda ham aqli yetadi bu narsalarga. Aslida doriga qaram insonlar yoki hozirgi bolalar, yangi avlod, ular juda aqlli. Ya'ni texnikada oldinda. Ular juda o'zgaruvchan. O'z og'riqli joyini ota-onasidan yashira oladi. Shuning uchun ularni kuzatish qiyin. Shu bois men doim shuni maslahat beraman. Farzandlaringiz bilan tez-tez gaplashing. Kerak bo'lsa psixologlarga murojaat qiling.
Bu juda muhim. Bizning odamlar esa psixoterapiyaning nima ekanini tushunishmaydi. Nega menga psixolog kerak? Menda muammo yo'q-ku deyishadi. Men o'zim ham terapiyadaman. Jamoamdagi ko'pchilik ham terapiyada. Bu juda muhim jihat. Psixologiya bo'yicha bilim oling, hayotingizni ruhiy jihatdan qulayroq qiling, shaxsiy chegaralaringizni himoya qiling. Bizda shaxsiy chegaralar tushunchasi umuman yo'q. Xohlashsa uylantirishadi, xohlashmasa uylantirishmaydi. Ayollarda ham shaxsiy chegaralar yo'q. Yaxshiyamki hozir bu mavzular ochiq gapirilmoqda. Ilgari biz narkomaniya haqida gapirmasdik. Hozir gapiryapmiz. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik haqida ham gapirmasdik. Hozir gapiryapmiz. Hattoki zo'ravonlik uchun bir kunda ajrim berilishi kabi turli qarorlar haqida ham gapirildi. Bolalar mehnati ham gapirishni boshladik. Xuddi shuningdek, psixologiyaga ham e'tibor berishimiz kerak. O'z ustimizda ishlashimiz kerak. Albatta turli xil psixologlar ham bor. Ba'zilar noto'g'ri narsalarni o'rgatadi. Ering senga millionlab pul berish kerak, uy olib berish kerak, sen esa malika bo'lib tug'ilgansan degan gaplar ham bor. Kosmosdan senga energiya keladi deganday. Aslida esa inson o'z ustida ishlashi kerak, o'z kamchiliklarini ko'rib, ularni tuzatishi zarur. Bu majburiy, shu bilan birga hayot sifatini ham oshirishi kerak. G'ayrat, sizga katta rahmat. Suhbat juda qiziqarli bo'ldi. Savollarning deyarli barchasiga javob oldik. Bu mavzuni turli tomondan ko'rib chiqa oldik. Do'stlar, agar sizga ushbu suhbat yoqqan bo'lsa, izoh qoldiring, like bosing va imkon qadar ko'proq odamga ulashing. Chunki muammo bor va biz hech bo'lmaganda uni ma'rifat orqali hal qilishga harakat qilishimiz kerak. Ha, bu muammo bor, u baribir o'sadi, bu muqarrar. Shu sababli iloji boricha ko'proq gapirish kerak. Oila bilan, yaqinlar bilan, shuningdek repost qiling. Rahmat sizga ham.